Assalomu alaykum hammaga. Muhim mavzular nomli podkastimizga xush kelibsiz. Bugun biz har bir bo'lajak onani qiziqtiradigan mavzu haqida gaplashamiz, ya'ni antenatal parvarish haqida. Homiladorlik jarayoni va tug'ruqgacha bo'lgan parvarishdir. Nega bu davrga e'tibor qaratish juda muhim? Shifokorga nechta tashrif zarur va qanday qilib stereotiplardan xalos bo'lish mumkinligini haqida fikr yuritamiz. Bugun studiyamizga ajoyib mehmonlar tashrif buyurishgan. Jo'rayeva Gulnoza To'lkunovna, tibbiyot fanlari nomzodi, Toshkent davlat tibbiyot akademiyasi akusherlik va ginekologiya kafedrasi dotsenti, UNFPA'ning antenatal parvarish bo'yicha milliy treneri. Mo'tabar Xushvaqtova, deyarli hammaga o'rikguli taxallusi bilan tanilgan ekofaol, bloger, jurnalist va jajji qizaloqning onasi. Yuldasheva Nargiza Dalikuziyevna, Laylon ayollar salomatligi markazi akusher-ginekologi va Maqsudova Muhayyo Mansurovna, integrativ shifokor, akusher-ginekolog, reproduktolog, tibbiyot fanlari nomzodi, siz ona bo'lasiz eko markazi va akademiyasi asoschisi. Xush kelibsizlar yana bir bor. Xush ko'rdik. Asosiy mavzuga o'tishdan oldin sizlarga tashkilotimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. UNFPA Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholishunoslik jamg'armasi bo'lib, 1993-yildan buyon O'zbekistonda faoliyat yuritib kelmoqda. Tashkilotning asosiy maqsadi har bir homiladorlik rejalashtirgan bo'lishi, har bir tug'ruq xavfsiz kechishi va yoshlar o'z salohiyatini to'liq namoyon etgan dunyoga erishishdir. UNFPA reproduktiv salomatlik, ayollar va qizlarning huquqlari, gender zo'ravonlikning oldini olish hamda yoshlarga oid tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydi. UNFPA'ning O'zbekistondagi asosiy maqsadi ayollar, yoshlar va kelajak avlod salomatligi hamda farovonligini ta'minlashdir. Keling, eng asosiy savoldan boshlaymiz. Antenatal parvarish deganda nimani tushunamiz? Ayollar bu tushuncha bilan qay darajada tanish va nimaga aynan antenatal atamasi qo'llaniladi? Agar antenatalni biza so'zini tarjima qiladigan bo'lsak, lotin tilidan kelib chiqib, bu ante degani bu oldin degani. Natalis degani bu tug'ilish. Ya'ni o'sha tug'ilish oldingi bo'lgan jarayon. Yana bitta narsaga ahamiyat beringlar, parvarish degan so'z bejizga olinmagan. Har tomonlama parvarishida, tug'ilishdan oldingi jarayonda mana shu hamma qilayotgan islohotlarni baravariga yuzaga keltirilsa, shundagina o'sha bexatar onalik deymiz, hamma xatarlarni oldini olish imkoniyati bor va sog'lom bola, sog'lom onadan biza yaxshi, chiroyli tug'ruqlik kutib, dunyoga sog'lom farzand keladi. Ya'ni antenatal parvarish bu degani tug'ishdan oldingi davrni chiroyli, bexatar parvarish qilib, sog'lom farzandni dunyoga keltirish. Bu yerda judayam katta ishlar qilinadi. O'sha tug'ruqdan oldingi jarayon deymiz-ku, lekin homilador bo'lishdan oldingi jarayon ham bor bu yerda. Agar har bitta homilador ayolimiz har bitta homiladorga tayyorlik qilsa, ya'ni o'ziga qarab, salomatligiga e'tibor berib, tayyorlanib, hamma kerakli muolajalarni, vitaminlarni iste'mol qilib, keyin homilador bo'lsa va homiladorlik davrida o'sha bizani dasturimiz bor, tibbiyot tomonidan o'sha dasturlar bo'yicha ish olib borilsa, ham ayol tomonidan, oila a'zosi tomonidan, bu yoqda esa tibbiyot xodimlar tomonidan mana shu biza keng ma'noli antenatal parvarishi o'sha maqsadiga erishamiz. Rahmat. Mo'tabar, siz ajoyib qizaloqning onasisiz. Hozir esa ikkinchi farzandingizni kutyapsiz. Aytingchi, bu tajriba birinchi homiladorlikdan qay darajada farq qiladi? Nima yangiliklar bildingiz bu safar? Nima o'zgardi? Ko'proq aqlli bo'ldim bu safar. Birinchi farzandimda yosh bo'lganman judayam. Endi judayam yosh emasman-u, lekin umuman onalikka qarashim judayam yengil bo'lgan. Oxirigacha hattoki bu nima, qanday parvarish qilish kerak, vitamin, gormon, umuman hech narsani tekshirmaganman va buni natijasida farzandim yaxshi tug'ildi. Lekin uni parvarishida ham ko'p xatoliklarga yo'l qo'ydim. Birinchi farzand aytadi-ku, tajriba bo'ladi, keyingisida hamma xatolarni to'g'rilaysiz deb. Rostdan ham birinchi homiladorlikda ahamiyat bermagan ko'p narsamga ikkinchi homiladorlikda ahamiyat berishga harakat qildim. Bunda ham mukammal emas.
Bunda ham ko'p menimcha bosqichlarni o'tkazib yubordim, lekin ko'proq jismoniy faol bo'lishga, to'g'ri ovqatlanishga, umuman vitaminlarni me'yorini ushlab turishga, qaysi vitamin kam bo'lsa uni ko'paytirishga, qayerda kamchiliklar bo'lsa o'shani to'g'irlashga harakat qildim. Baribir odamda sezilar ekan. Agar siz homiladorlikka ongli qaraydigan bo'lsangiz, farzand ertaga sog'lom bo'ladi. Demak, sog'lom farzand tug'ilsa, muammolar kamroq bo'ladi. Agar o'sha homiladorlik paytida odamlar o'ziga qaramasa, ayollar farzand albatta qandaydir kamchiliklar bilan tug'ilishi va bu hayotni yana ham qiyinlashtirib yuborishi mumkin. Va shunda tushundimki, oddiygina shamolladim-ku yoki gormonlarni tekshirmayman yoki qon tekshirmayman, qonda gemoglobin miqdori past bo'lsa chiqisi yo'q, anemiya bilan yurish chiqisi yo'q degan narsalar oddiy narsa emas ekan. Hattoki ko'zni ko'rish qobiliyati ham bu yerda ko'p narsani hal qiladi. Bu hammasini o'zim tanamda his qilganimdan keyin ikkinchi homiladorlik biroz ongliroq o'tyapti. Rahmat katta. Oila a'zolaringiz tomonidanchi qanaqadir qo'llab-quvvatlanish bu gal boshqacharoq bo'ldimi? Ularni ham nima deydi, munosabati sal o'zgardimi birinchi paytidan? Menimcha bizni oilada o'sha har doimgidek g'amxo'rlik kuchli. O'zimni ota-onam ham, turmush o'rtog'imni ota-onasi ham ko'p so'rashadi, nima qilyapsan? Asosan yeb ichishimga qarashadi. Uni ye, buni ye yuborishadi uzoq o'lkalardan. Masalan, hozir qovun mavsumi bizda Xorazmlik turmush o'rtog'im gulrak degan qovun turi bor, juda ham shirin, juda ham vitaminlarga boy. O'shani yuborib turishadi, anjir yuborishadi. Juda ham yeb ichishimga yaxshi qarashadi. Lekin har qanaqa holatda shifokorga borish yoki UZIga tushish, har qanday muolajaga hech qachon men qarshilik eshitmaganman. Hech qachon yo'q bu ortiqcha, bormagin, doktor gapiraveradi degan gapni eshitmaganman. Har doim qo'llab-quvvatlanganman. Men bilan hattoki birga borishadi va biz doim meditsina xodimlari bilan hamnafas yuramiz. Gapiraverishadi. Bu narsaga ahamiyat berish kerak emas degan narsaga qaramaymiz. Lekin yana bir narsani kuzatyapmanki, oxirgi paytda homiladorlik payti umuman har qanaqa kasalda ayollar to'g'ridan-to'g'ri internetga murojaat qilishyapti. Internetga yozib, internet bergan tashxis bo'yicha shifokorni gapini solishtirgan holatda o'sha jarayonni kechib o'tishyapti. Internet paydo bo'lgani yaxshi. Ma'lumotni tekshirish ham yaxshi, lekin men baribir o'sha amaliy tibbiyot tarafdoriman. Mayli, sizni agar qarashlaringizni o'sha shifokorni gapi qoniqtirmaydigan bo'lsa, keyingi shifokorga borib ko'ring, gaplashib ko'ring. 3-4 ta shifokor bilan gaplashib, keyin ma'lumotni mayli qabul qiling. Lekin shunchaki internetga yozib, shifokor ko'rigiga bormasdan, analiz topshirmasdan turib, o'z-o'ziga tashxis qo'yish va davolanish umuman noto'g'ri deb hisoblayman. To'g'ri, odatda internetda tashxis qo'yganlar eng qo'rqinchli tashxislar oldida tushunib berishadi. Oxiri rakka borib taqaladi har doim tashxislarni. U ham malaki yana guruhlarda o'zaro fikr almashishadi. Manda shunaqa belgilar bor, bu qanaqa, yana bir-birligisiga diagnoz qo'yib, yana tashxis ham qo'yib, назначение ham berishadi. Bizlar shifokorlar sal cho'chib turamiz. Ko'p holatlarda to'g'ri tushsa ham, lekin to'g'ri tushmaydigan holatlar ham bor. Shuning uchun albatta shifokorga murojaat qilganlari yaxshi. Mutaxassislarga savolim. Homiladorlik davrida shifokor qabuliga necha marta borish kerak? Shuni haqida gaplashib olsak. Chunki ayollar uchun juda ham muhim savol. Homiladorlik davrida nechta tashrif majburiy hisoblanadi? Tug'ruqacha bo'lganda jarayon shu 40 hafta ichida 8 marta tashrif majburiy. Kimlarga bu? Bu faqat sog'lom ayollarga. Ya'ni anemiyasi kamqonligi bo'lmagan, hech qanaqa ichki azoz kasalliklari bo'lmagan va xavf guruhiga kirmagan ayollar, mutlaq sog'lom ayollarga 8 ta belgilangan. Demak, patologiyasi bo'lsa, undan ham ko'proq Undan ham kerak. ko'p. Mana hozir bitta ovozdan mana bu patologiyada shuncha bo'lish kerak deb ayta olmaymiz, chunki har bitta patologiyani o'zini katta protokoli bor. Shu dastur bo'yicha tor mutaxassislar birgalikda kerak bo'lsa gospitalizatsiya qilishadi, kerak bo'lsa chuqurroq tahlil o'tkazishadi. Ular alohida tashriflari. Bizni hozir eng ommaga tarqatiladigan, omma bilish kerak bo'lgan 8 ta majburiy tashrif eng kamida. O'sha aytyapmizki, nafaqat sonlari ahamiyat berish kerak, uni sifatiga ham. Kelib ketish mumkin 8 marta, lekin kelib
to'laqon o'sha tahlilni o'tkazib, tekshiruvni o'tkazib, doktordan kerakli ma'lumot olib, oddiy mana aytganlaridek to'g'ri ovqatlanishlar, uxlash, dam olishlar hammasi o'sha yerda nazarda tutilgan. Va sifat deganimizda mana shuni tushunamiz. Ya'ni keldingiz, nafaqat ayol, oila a'zosi bilan, chunki g'amxo'rlik qilib turish kerak. Mana doktor aytdi, balkim homilador ayol esdan chiqdi, o'sha vitamin ichish yoki bo'lmasam asabiylashmaslik, o'z vaqtida uxlash, buni hammasi oila a'zo bilan birgalikda erishishi mumkin va ular berayotgan maslahatni ular albatta bajarish kerak va har bitta tashrifi ma'nosini yaxshilab tushunib olish kerak. Man yaxshiman, mana hozir aytganlaridek, man yaxshiman, sog'lomman, borishim shart emas. Yo'q, unaqa emas. Sizni organizmingizda yana bitta organizm paydo bo'lyapti va bu homiladorlik. Har qanday muddatda o'zini o'zgarishlari bor va shu o'zgarishlarga onani organizm qanchalik qabul qilyapti, qanchalik tayyor, o'zgarishlar bo'lyaptimi, yo'qmi? Mana shunda mana aytishadi-ku, ruslarda ruka na pulse. Shunaqa qilib doktor ko'rib turish kerak. Chunki ichida biz ko'rolmaymiz nima bo'lishini. Oddiy kelganda ham bolani yuragini eshitishda katta nima ma'nosi bor. Shuning uchun 8 ta tashrif mutlaq sog'lom ayollarga. Rahmat. Nargiz Aliko'zini savolim bor edi. Ayollar ko'pincha so'rashadi, nima tekshirishadi bu har bitta tashrifda, nima muolajalar qilish kerak, nima analizni topshirish kerak. Ko'pincha bilasizmi, bizda skrining bilan skriningga faqat UZI deyishadi. Skrining bu faqat UZI emas, bu qon tahlili ham ichiga kiriladi. Shu haqida ozgina aytib o'tasiz? Masalan, birinchi navbatda ayol kishi bizani oldimizga kelganda biz savol berishimiz kerak, qanaqa shikoyatlar bor ayol kishida. Ko'pincha masalan, birinchi trimestrda holsizlik bo'lishi mumkin, ko'ngil aynishi, shunga qarab biz dori lecheniya yozib berishimiz kerak bo'ladi. Avvalambor birinchi marta kelganda ko'rikda biza ultratovushda homiladorlik bachadon ichidami, bachadon ichida emasligini bilishimiz kerak. Keyinchalik xudo xohlasa hammasi rivojlanayotgan bo'lsa, homila birinchi skriningga muddatini aytishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu o'ta muhim hisoblanadi. Chunki 11-13 haftagacha 13 hafta 6 kungacha o'zini birinchi skrining tekshiruvi bor. U 2 etapdan tashkil topgan. Birinchi bu ultratovush tekshiruvi. Biza bolani bolani razmerlarini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bu to'g'ri kelyaptimi ayolning oxirgi hayz kuniga yoki yo'qmi, bu birinchi navbatda. Rivojlanishini, nuqson belgilari bormi, yuragida nuqsoni bormi, bo'yin qatlami o'sganmi, o'smaganmi, burun suyagi bormi, yo'qmi, ya'ni bolada xromosoma kasalliklarga qanaqadir xavf bormi, yo'qligini ko'ramiz biza UZIda. Lekin UZIdan tashqari biza ayol kishiga aytishimiz kerak, bizada biokimyoviy tekshirish usuli bor. Ya'ni UZI bilan birga biza analiz topshiriladi va ular bilan birgalikda biza ko'rishimiz kerak. Bolada xromosoma kasalligi, sindrom Down, Edwards patoviga moyilligi bormi, yo'qligini ko'rish uchun biza o'ta muhim bo'ladi. Va bu faqat masalan ayol kishi 14-15 haftada kelsa, biza aytolmaymiz. Biza aniq aytolmaymiz shu skrining yaxshimi, yo'qmi. Chunki bu 13 hafta 6 kun bu eng yuqori muddat hisoblanadi. Уже 14 haftada bu tekshiruv o'ta bo'lmaydi. Ko'rinmaydi, ha. Ikkinchi skrining muddatini ham aytishimiz kerak, chunki ikkinchi skrining muddatda asosan biza bola to'g'ri o'syaptimi bu muddatga, yo'qmi, yurak nuqsonlariga yaxshi ko'rinadi, bormi, yo'qmi, miya o'zgarishlarida, ya'ni hamma eng yirik nuqsonlar ikkinchi skriningda ko'riladi. Uni ham o'zini muddatlari bor. 8-20 hafta 6 kungacha bu tekshiriladi. Masalan, ayol kishi birinchi skriningda qon analiz topshirgan bo'lsa, ikkinchi skriningda уже qon analiz topshirish kerak emas bo'ladi. Oddiy UZI yetarli bo'ladi. Biza har doim aytishimiz kerak, ayol kishi biza avvallar aytishardi, ayol kishi 40 yoshdan yuqori bo'lsa, shunda faqat sindrom Down moyilligi bor deb o'ylashadi. Analiz topshirishim kerak emas, UZIda yaxshi bo'lsa, bo'ldi, bu yetarli deyishi mumkin. Lekin bu o'ta noto'g'ri. Chunki ba'zi paytlarda UZIda bola jismonan sog'lom bo'lishi mumkin, lekin xromosoma kasalligi bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz har doim aytamiz, bu bir etap hisoblanadi skrining. Biz har doim qon analizini topshirishimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari ayol kishiga har doim biza ko'rishimiz kerak, yuraverishini, davleniyasini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Chunki bizada preeklamsiya degan holat bor. Uni avvaldan aniqlasak, keyinchalik tug'ruq payti tug'ruq oldi ketishi bu muhim rol o'ynaydi. Keyinchalik hech qanday осложнение, asoratlar bo'lmasligi uchun onaga ham, bolaga ham.
bu muhim rol o'ynaydi. Har doim biz qon siydik analiz topshiramiz, chunki ko'rishimiz kerak, masalan, ayol kishida kamqonlik bormi, yo'qligi, uning darajasini aniqlashimiz kerak va masalan, siydigida oqsil ko'rsatkichlari, bakteriya bormi, yo'qligini ko'rishimiz mumkin. Chunki ko'pincha homiladorlarda simptom bo'lmagan bakteriuriya degan bor. Bessimptomniy bakteriuriya. Ayol kishi hech qanday shikoyatlar qilmasligi mumkin, lekin ayolda shamollash belgilari bo'lib, pochkaga, ya'ni buyrakka asoratini ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun biz har doim har bir holatiga alohida e'tibor berishimiz kerak va shikoyatiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari biz ayol kishini vazn yig'ishini ko'rsatkichlarini ko'rishimiz kerak. Qanchalik ayol kishi o'zini yaxshi his qilishini butun homiladorlik davomida kuzatib borishimiz kerak. Bundan so'ng qatdan bilsa bo'ladi preeklamsiya, eklamsiyaga moyilligi bormi ayolda, nimadan bilinadi bu? Bu juda yaxshi savol berdingiz, Nazokat. Mana biz agar preeklamsiyani xalqimiz biladi, ko'pchilik ayollar bilishadi. Davleniya yuqori, qon bosim yuqori ko'tarilganda, agar ayol kishi shunga ahamiyat bermasa, shib ketishadi, yuraverishadi. Ahamiyat bermasa, oxiri mana shu og'ir preeklamsiyaga olib keladi. Mana keyin tutqanoq bo'lib eklamsiya bo'ladi. Afsuski, bu o'sha onalar o'limiga olib keladigan sabablardan biri. Va shu hozir nima ilmiy tadqiqotlarni natijasida shunaqa narsaga erishildiki, hozir aytayotganlaridek, aynan birinchi skriningda qarang, hali ayol endi homilador bo'ldi, birinchi 3 oylik bo'ldi, umuman davleniyasi chiqmayapti, lekin shunaqa tekshiruvlar borki, skrining o'tkazayotganlar qon tomirlariga ko'rib, o'sha dasturga kiritib, ularni nimalarini, belgilarini ayolni har bittasiga individualni shu 12 haftagacha aniqlasa bo'ladi. Sizda keyinchalik shu homiladorlik davrida qon bosim ko'tariladimi yoki yo'q? Mana ko'rdingiz, ilmiy izlanishlarning natijasi. Bu juda bizga yordam beryapti. Shuning uchun biz ayollarga aytamizki, eng asosiysi tashriflarni ma'nosini bilib olinglar. Chunki birinchi tashrifi asosiy ma'nosi mana shu organizm bilan tanishib olishimiz kerak. Va tanishib olayotganimizda asosan xavf guruhiga kiradimi yoki yo'qmi ajratib olishimiz kerak. Mana o'sha aytayotganingizdek, eng birinchi xavf guruhi bu qon bosim oshishi xavf guruhligi, preeklamsiyaga xavfi bormi yoki yo'qmi? Endi 12 haftagacha agar bu ayolda aniqlansa, shu xavf guruhiga kirsa preeklamsiyaga, biza o'sha 14 haftagacha shu muddatdan boshlab aspirinni berishimiz kerak bo'ladi. Shu aspirinni doimiy ravishda ichib tursa, vaholanki butun homiladorlikda ko'pincha, endi 100% demaymiz, 90% da bu ayolda qon bosim chiqmaydi. O'sha muolajalarni shu ayol qilsa, qon bosim oshmasligi kafolat berishi mumkin. Qayerga doktor skriningga yuborsalar, ana o'sha skriningda aniqlasa bo'ladi. Bepul tarzda hamma uchun. Bepul tarzda bo'lishi. Albatta, bepul tarzda hamma uchun belgilangan tekshiruvlar. Hozir yana bitta mavzuga to'xtalib o'tmoqchi edik. Bu nima deydi? Ommani, aholini orasida uchraydigan keng tarqalgan noto'g'ri qarashlarda ko'p hollarda ayollar shunday sabablarga tayanib o'zlarini xavf ostiga qo'yishadi. Masalan, birinchi homiladorligim yaxshi o'tgan, shuning uchun shifokorga borishim shart emas. Qon tahlilidan butunlay voz kechish kerak. Nimaga kerak? Masalan, faqat tug'ruqxonaga kerak bo'ladigan almashuv kartasi uchun kech ro'yxatdan o'tishadi. Chunki mana shu obmenniy kartani olaman, bo'ldi, kerak emas menga bu har oy borib vaqtimni ketkazish deyishadi. O'z-o'zini o'zi davolash. Bu haqida ozgina to'xtalib o'tdik. Hozir batafsilroq to'xtalsangiz, sizni amaliyotingizda shunaqa holatlar uchraganmi? Misollar keltira olasizlarmi? Ayollar shunaqa xayol fikrlarga berilib borishmagan shu tashrifga. Afsuski bunaqa holatlar bo'ladi, lekin mayli buni qo'yaylik. Men umuman buni oldini aytmoqchiman, что umuman homilador bo'lishdan oldin shifokorga murojaat qilishni maslahat bergan bo'lardim-da. Aslida biz reproduktiv homilador bo'lishdan oldin boringlar shifokorga deymizda. Masalan, biz to'y qilamiz, to'y hasham tam necha ming dollarlab оформление, dekoratsiya, sahna va holangi mehmon sarpaliga sarflaymiz. Lekin oddiygina check-upni misol o'sha juftlik o'tkazmaydi. Abza reproduktologlar bizga kim murojaat qiladi? Bepushtlikka уже uchragan bemorlar murojaat qiladi. Biz birinchi o'rinda check-updan boshlaymiz. Aslida shu organizm homilador bo'lishga nima uchun tayyor emas, nima uchun homiladorligi bo'lmayapti? Bo'lsa mayli, yengil oson o'tib ketaveradi-da. Shunda mening, конечно, maslahatim to'yga masalan eng zo'r podarka bermoqchimisiz, check-up podarka qiling.
Shu juftlikka. Nima uchun? Chunki to'y o'tib ketadi. 15 yildan keyin bitta videosini ko'ramiz bo'ldi. Lekin 15 yildan keyin bu farzand misol sog'lom bo'lishini, yetuk bo'lishini, aqlan rivojlangan, tanan fizicheskiy sog'lom bo'lishini bu undan katta baxt hisoblayman-da. Shuning uchun bu nimaga bog'liq? Bu albatta bu ota-onasini sog'lig'iga bog'liq. Bu homiladorlik jarayonida emas, homiladan oldin hali qilinadigan tayyorgarlik desa ham bo'ladi. Agar ota-ona tanasi sog'lom bo'ladigan bo'lsa, sog'lom farzand bo'lish ehtimoli baland bo'ladi. Shuning uchun maslahatim to'yga nima podarka oladigan, chekap podarka qilinglar. Judayam qo'sh elaman Juftlikka. to'g'ri. Oddiy o'sha aytganingizdek mayli qon tahlili topshirmasam ham nima qilibdi, analiz machi topshirmasam ham nima qilibdi. Endi ko'proq bu muammolar bilan akusher-ginekologlar duch keladi. Shunaqa holatlar bor. Oddiy o'sha masalan skriningdan o'tmagan yoki oddiy qon tahlili yo oddiy qon siydik tahlilini topshirmaganda preeklamsiya holatlari duch kelgan. Ya'ni siydik orqali oqsil chiqib ketadi, davleniyasi oshadi, reanimatsiyaga tushadi. Afsuski, achinarli holatlar bo'lgan. Shuning uchun bu skrining bu tahlillar yo'lga qo'yilib dastur qilingan O'zbekistonda. Bepul ekanmi? Demak, bundan foydalanish kerak. Bekorga qilinmagan, davlat shuncha mablag' ajratadi bunga. Nima uchun? Millatimiz sog'lom bo'lishi uchun, farzandlarimiz sog'lom bo'lishi uchun. Podgotovka to'g'risida, aynan homiladorlikka tayyorgarlik to'g'risida aytib o'tmoqchi edim. Misol oddiy o'sha mana mo'tabar aytganlaridek gemoglobin past ayol homiladorlikka kiradi. Unda двойной расход oqsildada, oqsil 2 barobar ko'p ishlatiladi. Gemoglobin 2 barobar ko'proq ehtimol kerak, chunki kislorodni tashish uchun. Bu ayol homiladorlikda bunda gemoglobinni oshirish bizga nihoyatda qiyin, nihoyatda. Nima uchun? Chunki gemoglobin 3 oy, o'sha eritrotsitlar 3 oy davomida yaratiladi halida. O'sib, yetuk bo'lib, u kislorod tashiyman deguncha 3 oy muhlat kerak. Уже homilaning 3 oyligi o'tib ketdi. Demak, nimaga e'tibor beramiz? Gemoglobinga e'tibor beramiz. Umumiy qon tahlili TTGga ehtimol e'tibor beramiz, chunki biza endemik zonada yashaymiz. Bizda yod yetishmovchiligi juda ko'p uchraydi. Vaholanki ayolda misol gipotireoz holati bilan homiladorlikka kiradigan bo'lsa, bolada aqliy rivojlanish past bo'lishi mumkin. Ya'ni sog'lom farzand emas, aqliy rivojlanishi pastroq bo'lishi mumkin. Undan tashqari, butun gormonal fon emas, hech bo'lmasam bo'qoqni ish faoliyatini, qon tahlilida gemoglobinni yana o'zimga yozib oldim, esimdan chiqmasligi uchun katta ahamiyat vaznga. Bugungi kunda yoshlarimizda ortiqcha vaznga moyillik katta, erkaklarda ham, ayollarda ham. Ayol ortiqcha vazn bilan homiladorlikka kiradigan bo'lsa, o'sha preeklamsiya degan muammoyimiz, ya'ni davleniyasi oshib, reanimatsiyaga tushib, bolani vaqtli tug'dirish muammomiz bo'lish ehtimoli baland bo'ladi. O'shaning uchun vazni norma qilib homiladorlikka kirsa, ko'p asoratlarni oldini olgan bo'ladi. Va yana bitta narsa, bu qand miqdorini tekshirish yoshlarda. Erda ham, ayolda qand miqdorini tekshirib homiladorlikka kirsa, albatta bu sog'lom farzand bo'lish ehtimolini yaratadi. Endi homilador bo'ldi deylik. Homiladorlikda albatta aytib o'tganimizdek, o'sha hech bo'lmasam 8 marta ayol keladi priyomga, qabulga, lekin bor ayollarimiz har 2 haftada ko'radigan ayolimiz bor. Masalan, qon quyuqligi muammosi bilanda. Aynan mana shu Covid o'tgandan keyin shu ayollarimiz, mana Gulnoz tasdiqlaylar, ko'paydi soni. Sog'lom yurgan ayol homilador bo'ladi, lekin homilasi o'smay qolaveradi. Nima deymiz? Sog'lom, agarda embrioni genetik sog'lom bo'lgan bo'lsa, bu ayoldan qon bolaga yaxshi yetib bormayapti, bola o'smay tushib qolyapti. Shunaqa holatlar bo'lganki, 32 marta homilasi o'smay qolgan qizlarimiz bor. Bu fojia desa ham bo'ladi aslida. 16 marta o'smay qolgan qizlarimiz bor. Ular yuradi, shifokorga aytgandek borib yuradi. Mana shunaqa paytlarda albatta 8 marta emas, biz har 2 haftada chaqiramiz. Qon tahlilini ko'rib, quyuqligini, qon sultiradigan dorilarda alhamdulillah mana farzandli bo'lgan patsientlarimiz, bemorlarimiz juda ham ko'p. Shuning uchun standart 8 marta, lekin muammosiga qarab har 2 haftada ham chaqirishimiz mumkin, 5 kunda bir chaqirishimiz mumkin. Bunda albatta qaynona, qaynotani, oilani podдержкасы juda ham muhim. Chunki bu ayol begona oilada men doktorga boraman deyishi, bu nima deydi, uyalishi mumkin, noto'g'ri tushunishligisi mumkin. Men hadeb doktorga boraverasan, pullimi, bepulmi, ahamiyati yo'q. Просто stressda yurgani, bu ayolga juda ham podдержка muhim. Qo'llab-quvvatlashi oila tomonidan. Chunki farzand nafaqat bu ayolniki, balkim shu oilani zurriyoti va nasli va u nafaqat bu oilani, butun O'zbekistonni. Mana shu yerda Muhayyo Mansurning gaplariga qo'shilib aytmoqchiman. Biz endi ko'p ayollar bilan ishlaganimiz uchun tug'ruqgacha, homiladorlikgacha bo'lgan davrga tayyorlanish juda muhim. Vaholanki mana biz homilador ayollardan aproslik o'tkazganmiz
va aytganmiz bu homiladorligingiz nima istalganmi deb so'raganimizda 40% ga yaqin ayollar plus minus aytishganki bu bo'lib qolgan. Yarim foiz, deyarli yarim foizi aytyaptiki, yo'q bu rejalashtirilmagan. Bu nima degani? Bu degani tayyorlanmagan. Ko'pincha biz ko'ramiz laktatsiya davrida ayollarimiz tuqqandan keyin emizadi. Emizayotganida endi ko'pchilik o'ylaydi, homilador bo'lmaydi, bu mish-mish gaplar. Albatta homiladorlik bo'ladi. Emizayotgan vaqtida uni o'zini qonun qoidasi bor, doktorlar tushuntiradi, qanaqa qonun qoidaga rioya qilish kerak emizayotgan vaqtida homilador bo'lmasligi uchun. Bu kontratsepsiya usuli hisoblanadi. Agar bu qoidani bilmasdan turib homiladorlikka qarshi kontratsepsiya ishlatilmasa, bu ayol o'sha emizayotgan vaqtida homilador bo'lib qoladi, keladi. Bo'lib qoldim, tug'aymi, tug'maymi? Albatta, bu birinchi homilasida qancha zaxira ketgan, vitaminlar, temir moddasi ketgan, emizayotganda yana ketgan. Bunda zaxira qolmagan. Mana aytganlaridek, o'sha gemoglobinni natijasi shuda. Endi buni hali to'ldirmasdan turib, уже ikkinchisiga homilador bo'lyaptilar. Endi qayerdan bu bolaga olsin? Albatta mana shu yerda patologiyani ketidan patologiya ketaveradi. Hozir biz ferritinni kiritmoqmiz protokolga. Ferritinni mana aynan ayollarimiz bilish kerak. Gemoglobin bu to'g'ri qon tahlili bildirib beradi, anemiya bor, lekin zaxira qanchalik bor yo'qligini ferritin aniqlab beradi. Agar ferritini past bo'lsa, bilingki, bu homiladorlikni o'sha 3-qon aylanish sistemasi paydo bo'lgandan keyin butun zaxira bola oladi. Ana keyin ayolda mana shunaqa alomatlar paydo bo'ladi. Shuning uchun nima qilish kerak? Albatta, emizayotgan vaqtida saqlanish kerak. O'sha vaqt davomida tayyorlanish kerak. Mana bexatar onalikni juda chiroyli shiori bor. Har bitta homiladorlik istalgan va tayyorgarchilik ko'rilgan bo'lishi kerak degan juda chiroyli gap bor. Va buni ayollarimizga har doim aytamizki, emiz bo'ldingiz, keyin endi emizingizdan chiqardingiz. Endi 1 yil o'zingizga qarang, tiklab oling, hamma kerakli moddalarni oling. Hozir hamma narsa mavjud. Va o'sha muhim mas'uliyatlarni tekshirib, check-up qilib, tekshirib, keyin homiladorlik bo'lsa, mana o'sha hamma bo'layotgan asoratlar kamayishi juda anchaga foyda beradi. Shuning uchun aytamizki, har bitta homiladorlikka tayyorlanib, keyin homilador bo'lsa va homiladorlik davrida tayyorlanishda yana bitta narsa borki, foliyaviy kislotani ahamiyati. Foliyaviy kislotani beramiz ayollarga. Chunki ko'p shpinat, o'sha folik bo'lgan moddalarni iste'mol qilmaydi hozir yoshlarimiz. O'shaning uchun tashqaridan berib turishimiz kerak. Hamma bizani xalqimiz bilishadiki, foliyaviy kislota ichganida bu o'sha asab tizimi shakllantirishga yordam beradi va tug'ilayotgan bo'lajak farzandimiz sog'lom, aqlli, nuqsonsiz bo'lib tug'iladi. Lekin vaholanki, ular qachon ichishni boshlaydi foliyaviy kislotani? Doktorga kelganida, qabulga 12 hafta, 11 haftada asab sistemasi 5 haftasidan уже rivojlanishi boshlanadi. Kecha qolgan. To есть biz aytamizki, o'sha homiladorlik bo'lishdan oldin foliyaviy kislotani ichsin 3 oy, уже zapas bo'ladi. Gemoglobinni to'ldirib, ferritinni to'ldirib, ana endi homilador bo'lganda o'sha organogenez 1-3 oylikda organlar shakllanayotganda, ana o'sha vitaminlar, foliyaviy kislota, yod preparatlari juda ham kerak bo'ladi. Yod preparatlarni biz har doim homilador ayollarimizga aytamiz, albatta iching, chunki bu juda xotirani mustahkam qiladi. Bu xotirasi mustahkam bo'lsa, bolaniki kuchli o'tkir xotira bo'lsa, значит bu aqlli bola bo'lishga kafolat bo'ladi. Shuning uchun har bitta tashrifi, har bitta qilayotgan o'sha berilayotgan preparatlarni juda ham chuqur ma'noga ega. To'g'ri. Rahmat. Hozir yana bitta savolim bor sizlarga. Aslida eng ko'p qaysi afsonalarni inkor etishga to'g'ri keladi? Masalan, men o'zim shifokordan eshitganman-da, qancha ko'p UZIga borsangiz, shuncha ko'p homilani kuyishiga olib kelishi mumkin yoki tug'ma majruhliklarga olib kelishi mumkin degan shifokor o'zidan eshitganman shunaqa gaplarni. Shu haqida ozgina gapirib berarsiz? Qanchalik shu UZIni nima deydi, xatari bor ona uchun, homila uchun? Bu birinchi navbatda bu xavfsiz hisoblanadi. Ultra tovush deyapti. Bizda
faqat nurlanish beradigan bu rentgen nurlari hisoblanadi va kompyuter tomografiya nurlari hisoblanadi. Biza ayrim paytda ko'rsatma bo'lsa, ayollar hattoki har 2 haftada ko'rishimizga to'g'ri keladi UZIda. Masalan, bachadon bo'yni qisqarsa, biza ayol kishini har 2 hafta chaqirishimiz mumkin. Kichkina muddatda ba'zi paytlarda, masalan, ayol emizayotgan paytda homilador bo'lib qoldi. Biza bilishimiz kerak muddatini, lekin hayz ko'rmagan ayolni biza aniq aytolmaymiz qaysi muddatda ekanligini. Tepadan transabdominal ko'rganimizda biza homilani ko'rmasligimiz mumkin va ba'zi paytda biz aytishimiz mumkin. Biza sizni ichkaridan transvaginal usulda ko'rishimiz kerak deyishimiz mumkin. Lekin ayol kishi hayajonlanishi mumkin, aytishi mumkin va bolaga zarari bo'lishi mumkin deb. Yo'q, biz aytamiz transvaginal ultratovush tekshiruvi bolaga xavfsiz. To есть ichkaridan ko'rsa ham bo'ladi. Bu asosan masalan kichkina muddatda bolada vnematishni, ya'ni bachadondan tashqari homilani aniqlashga yordam beradi va kichkina muddatda homila bormi yo'qligini yordam berishga bizaga rosa muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari biza aytamiz, ultratovush masalan bola yurak urishini ko'rishda ham biza hozir oxirgi xalqaro bayonnomalarga ko'ra biza bolani yurak urishini eshitmaymiz 12-11 haftagacha. Biza ko'rsatishimiz kerak, yurak uryaptimi, pulsatsiya bormi yo'qligini. Chunki prinsip Alare degan bor. Unga ko'ra biza masalan bizaga eng anig'i yurak bormi yo'qmi urishi so'rashadi ko'pincha va bizaga videoga olib bering yurak urishini. Biz aytishimiz kerak, yo'q, 11 haftagacha bu mumkin emas. Biza ko'rsatsa siz aniq bo'lishingiz kerak, yurak bor, urishyaptimi yo'qmi, bunisi yetarli bo'ladi. Keyinchalik 11 haftada skrining paytdan keyin biz aytamiz, mana xohlasangiz ko'rsangiz hozir bo'ladi, eshitib ko'ramiz birgalikda shu tovushi yurak urishini bolani birgalikda eshitamiz. Ultratovush mana shu skrininglar bezararligini biza tushuntiramiz albatta va bu narsalar o'z-o'zidan belgilanmagan. Uni hammasini o'zini yo'riqnomalari bor, yo'riqnomalari va kerakmi, qilish kerak. Unga qarab turib keyin o'sha taktikani biza belgilashimiz osonroq bo'ladi. Masalan, hozir aytdingiz, mana naqadar oilani roli kattaliginida. Bu homiladorlik faqat ayolni roli emas-ku, bu butun oilani rolidir. Mas'uliyat butun oilada, qaynonada ham, turmush o'rtoqda ham. Shu ko'pincha qaynonalar aytishadi, homiladorlik bu kasallik emas. Hadeb boraverish shart emas, yotib olish kerak emas, o'zini yomon his qilsa, biza ham nima deydi? Tuqqanmiz, buzontalab tuqqanmiz-da. To'g'ri aytishadi, homiladorlik aslida kasallik emas. Biz ham xuddi shunaqa deymiz, homiladorligi yotib olish mumkin emas deymiz. Bugungi kunda biza sog'lom anaqa o'tdik. Homiladorlikdan oldin hali sog'lom hayot turmush tarzini boshladik, homiladorlikda davom etdik, homiladorlikdan keyin ham. Ya'ni har kun hech bo'lmaganda 10 ming qadam yurib, har kuni 10 da imkon qadar uxlashga yotib, bu hali homiladorlikka tayyorlanish rejalashtirganda. Hali yangi kelin keldi, hali bilamiz uni kech yotadi, ertalab voqli turadini hammasini umumlashtirib ketyapman. Demak, 10 ming qadam yurdi er-xotin birgalikda. Chunki nafaqat ayolning hujayrasi, balkim erkakning hujayrasini ham roli juda ham katta. 50% ayol, 50% erkak. 10 da yotishdi, sog'lom ovqatlanishga e'tibor berishadi. Ya'ni imkon qadar tez hazm bo'ladigan uglevodlarni ratsiondan chiqaramiz. Bu nima? Non, shirinlik, xamro'xat, kolofan, shokoladlar degan narsalarni ratsiondan chiqardik va ko'proq B vitamin tarkibida bo'lgan, Gulnoz To'lqinova aytganlaridek, ko'katlar, yashil bargli sabzavotlarni ratsionga qo'shdik. Ayollarimizda, qizlarimizda ko'p oqsil tanqisligi bo'lgani uchun oqsil mahsulotlarini ham berdik. Shuning uchun check-upda biz o'sha feritsinni misol yoki umumiy oqsilni tekshirganda ko'rdik. Past bo'ladigan bo'lsa, albatta xolodets yenglar, go'sht, til, tovuq, baliq, oqsil mahsulotlarini iste'mol qiling yokida kollagen iste'mol qiling deymiz. Homiladorlikdan oldin oqsilni ko'tarib olsak, bizda homiladorlikda bu baza bo'lib bizaga yetib beradi bolani ham rivojlanishiga. Chunki bolani organizmi uchun ham oqsil juda ham muhim. Oqsil bizaga xuddi sement rolini bajaradi. Xuddi uy qurganingizda g'isht qo'yasiz, lekin sement uni bog'lab turadi. G'ishtni sementsiz uy qura olmaysiz. Xuddi shunaqa oqsil juda ham muhim ayolning sog'lig'i uchun va bo'lajak farzandning sog'lig'i uchun. Va shu o'rinda mana kelin yangi uyga kelganda ovqatlanish boshqacha, tam rejim boshqacha. Lekin mana shunda qaynona-qaynota, umuman oila sog'lom hayot turmush tarziga o'tsa, bu albatta zurriyotlari uchun ham, bo'lajak nevaralar uchun ham juda ham foydali hisoblanadi. Yana bitta narsani, poslerodovый periodni ham aytib o'tmoqchi edim. Shu o'rinda mayli ayol tug'di, sog'lom farzandli, hammasi yaxshi. Aynan tug'ruqdan keyingi jarayonda ham o'sha oilani roli juda ham muhim. Ya'ni qaynona, qaynota erini va umuman oilani поддержкасы.
Bizada bo'ladi masalan, послеродовый depressiyalarda ko'p bo'ladi. O'zim ham o'tganman shundan. Ya'ni masalan, ayol butun o'zim misolimda desam, yugurib, yurib, o'qishda, ishda birdaniga ayol uyda bo'lib qoldi. Farzandi qo'lida, hech kim yo'q yordamiga. Manda bo'lgan, chunki men chet elda o'qiganman. Unda qo'limda bitta farzandim qolib ketganman. Ota-onam, qaynonamlar bu yoqda bo'lishgan, yordam berisholmagan. И действительно o'shanda послеродовый depressiyani judayam qanchalik muhimligini, e'tibor berish muhimligini e'tibor berganman. Bizada masalan ommada ham ko'rgan bo'lsanglar, tam kelinlar bolasini otvoradi etajdan, tam uchta bolasini otvoribdi, boshqa qilibdi, tam eri aybdor, qaynona aybdor. Ehtimol ular ham bor aybdorlik nimasi, roli, lekin men o'ylayman o'sha ayollarda послеродовый depressiya bo'lgan. Chunki so'rasangiz, eng kichkina farzandi tam hali endi 1 yosh bo'lgan, nechadir oylik bo'lgan. Shunga вот shunaqa holatlarda albatta eri bilan oilani поддержкасы judayam muhim. Bunda bilish kerak, bu ayol depressiv holatdami yoki yo'qmi? Bu ayol erkalanmayapti, bu ayol nozlanmayapti. Bu ayolda shunaqa gormonal o'zgarishlarki, buni hozir ozgina поддержка qilish kerak. Imkon bo'lsa nyanya olib berish kerak, imkon bo'lsa o'zi yordam berish kerak. Hatto masalan, o'sha shuni chuqur o'rganganimda shu muammoni bildimki, Amerikada masalan, послеродовый patronajda medsestralar yuradi yoki sotsialniy работникlar yurib, e'tibor beradi anketa beradi. Anketa bo'yicha u ayol yozadi. O'zini holatini, hissiyotlarini, qo'rquvlarini vaholanki shundan baldan chiqarib, agar misol baland bo'ladigan bo'lsa, послеродовый depressiyaga o'sha sotsialniy работникlar kelib unga qarashadi. Kun davomida o'sha ayolga 2 soat yordam bersa ham, mana biz hammamiz ayol, biz bilamiz. Уже ancha yordam bo'ladi. Ya'ni 2 soat uxlab turadi. Bir nima ishini qilib oladida, yana energiyaga to'lib, yana dalsha o'zini hayotini davom ettirishi mumkin. Shuning uchun mana shu aynan tug'ruqdan keyingi holatiga ayollar ham e'tibor berishini so'rab qo'ygan bo'lardim hamma qaynonalardan. Bizada bu o'zbekchilikda bor. Har doim 40 kun qarab berishadi. Endi eski urf-odatlarimizni oladigan bo'lsak, 40 kun ayolga qarab va nafaqat 40 kun, mana shu bola hech bo'lmasa 1 yosh, 1,5 yoshgacha yordam berishlarini iltimos qilgan bo'lardim. Chunki tug'ruq homiladorlik paytida ayolda progesteron gormoni juda ham baland bo'ladi. Mo'tabar sizda hozir baland progesteron. Когда ayolga suv etsa, sel o'tsa, nima bo'lsa ham море по колено deydi-ku, ana blokda turadi. Nima uchun qilingan? Ayol stresslarni qabul qilmasligi uchun. Unga tinch, muvozanatda, mazada. Tug'ruqdan keyin shu progesteron rezko tushib ketadi. Shunda ayolda boshlanadi mana shu qo'rquv, reaksiya, kichkina xuddi shunaqa kichkina stresslarga ham burniy reaksiya beradi. Bu gormonal o'zgarishlari hisobiga. Bu tarbiyasi yomon degani emas, bu o'zidan ketib qoldi degani emas, bu erkalatvordik degani emas. E'tibor talab qilganda emas, bu shu gormonal o'zgarishlari hisobiga. Shuning uchun bu o'tib ketadigan period 1,5 yilda o'tib ketadi. Kimdadir bu holat bo'lmasligi ham mumkin. Misol, u qachon bo'lmaydi? Qachonki ayol homiladorlikka to'la to'kis, nima deydi, sog'lom bo'lib kirganida. Ayol defitsitda kirganda, defisitlari kuchayadi homiladorligida. Mana shunga hozir juda to'g'ri mavzuni ko'tardingiz. Shuni inobatga olgan holda, albatta bu narsani biza milliy protokolga kiritganmiz. 24-yildan boshlab birinchi tashrifda nafaqat tahlillarga e'tibor berilyapti. Hozir har bitta ayoli konfidensial, bu degani faqat ayol va doktor. Edinburg shkalasi kiritilgan. Edinburg shkalasi aynan mana hozir Muhammad Surna aytganlaridek har bitta ayol o'tishi kerak u shkaladan. 12 haftagacha birinchi tashrifda Edinburg shkalasi bo'yicha savol-javob o'tganda, mana shu ayolda tug'ruqdan keyingi depressiyaga moyilligi bor yo'qligini aniqlanadi. Va u yerda yo'riqnomasi borki, agar mana shu ayolda shkala bo'yicha mana shu ball oldimi, nima qilishimiz kerak? Mutaxassisni yo'naltirib, ularni xavf guruhiga kiritib, ularga maksimal darajada e'tibor beriladi. Patronaj ham, oilaviy shifokor ham va ginekolog ham. Chunki mana eshitamiz, tug'ruqdan keyin mana shunaqa suitsidlargacha boradigan holatlar bor. Undan tashqari uydagi bo'layotgan psixologik muhit, shu zo'ravonlik bormi yo'qmi, uni ham alohida bitta jadval berilgan. O'sha uydagi zo'ravonlik bor yo'qligimi, uni ayollarimiz bilish kerak. Yana bitta nimamiz bor, mishmishlardan bittasi, hozir ayollarimiz o'ylaydiki, bosh aylanishi, judayam uyquchanligi, xotirasi pasayib ketishi homiladorlik vaqtida.
shu kabi shikoyatlarni mana ayniqsa shikoyatlar bo'ladi. Buni hammasi homiladorlikda bo'ladigan holatlar deb aytishadi. Man homiladorman, homiladorlikda hammasida bosh aylanadi, holsizlik bo'lib qoladi, uyquchanligi bo'ladi, bo'r yegisi kelib qoladi, aseton hidlagisi kelib qoladi. Bular o'ylashadiki, что bu bo'lishi mumkin. Aynan birinchi tashrifi ma'nosi yana bitta yaxshi tomoni nimada? Doktor aytadi, qaysi o'zgarishlar normal homiladorlikda, qaysi esa patologiya. Mana man hozir aytayotgan hammasi patologiya. Chunki bosh aylanishi bu o'sha temir yetishmayotganda, bo'r yeyishi bu sidropenik sindrom deymiz. Zaxirasi yo'q, всё, уже zaxirasi qolmadi. Bo'r yeyishi bu normal holat emas, bu sindromga kiradi, temir tanqislik sindromiga. Soch sochi to'kilishlari yoki bo'lmasam aseton hidlashni xohlab qolsa, judayam uyquchanlik. Mana shuni hammasi bo'lsa, bu degani sizda hozir paydo bo'ldimi, bilingki ertaga bolangizda уже kislorod yetishmovchilik paydo bo'ladi. Hozirdan organizm aytyapti, menga yordam bering deb. Yaxshi bo'lib qoladi, bu normal holat deganlar juda ko'p. Mana mish-mish so'raganingizga, bu ham mish-mishlarga kiradi. Bo'lishi mumkin nima? Ozgincha jig'ildon qaynishi, qabziyat, o'zgarishda bo'lishi mumkin. To'g'ri, uyquchanlik bo'lishi mumkin, kayfiyati ozgincha tam o'zgarishi mumkin, mana progesteronni hisobiga. Lekin tubdan agar mana hozir bosh aylanishlar, charchoqlar paydo bo'lsa, o'sha aytganimizdek g'ayrioddiy narsalarga iste'mol qilishga paydo bo'ladigan bo'lsa, albatta buni bee'tibor qoldirish kerak emas, bunga murojaat qilish kerak va uni vaqtida oldini olish kerak. Keyinchalik o'sha bolasi yaxshi nafas olib, hamma organlar yaxshi rivojlanib, sog'lom farzand tug'ilishga конечно kafolat bo'ladi keyin. Kısaca toksikoz haqida anaqa kapriz deyishadi-yu erkaklar. Xotinim kechasi baliq yegisi kelib qoldi, или там qishda qulupni yegisi kelib qoldi. Buni hammasini kapriz deb hisoblashadi. Qanaqa qaysi darajada bo'lsa bor narsa. Shu narsa chinoq bo'lib qoladi, agar yemasa bekorga emas. Bizada shunaqa adabiyotda bitta o'qigan edim. Juda qiziqdim. Nimaga mana shu bir xil ayollarda qulupnayga tortadi. Bu hammasini tagida qulupnayni ichida nima vitamin? Vitamin yetishmasligi bor. Bo'ri ichida nima bor? Ana o'sha yetishmayapti. Bu degani kapriz emas, bu degani organizm shu orqali yetishmayotgan moddani so'rayotgan bo'ladi. Sizlar bilasizlar, hozir hamma ayollarimiz homiladorlikda vitaminli ichishadi va vitaminlarga boy bo'lsa, vitaminlarni iste'mol qilsa, ularda uncha-muncha mana shunaqa xohishlar bo'lmaydi. Aynan o'sha yetishmayotgan narsasini shuni gapiradi. Nafaqat uni borib yeyish kerak, borib murojaat qilish kerak. Nima yetishmayapti menga? Kerak bo'lsa tekshirtirish kerakda, vitaminli komplekslar ichish kerak. U bitta yegani bilan bo'lmaydi. Vitaminlar haqida to'xtalmoqchi edim-da. Foliyaviy kislota bir xil vitamin ichib olsam, multivitaminli shu yetadi, foliyaviy kislota ichida bor, отдельно ichish kerak emas deyishadi. Nima qilish kerak shu vaziyatlarda? Shu vaziyatlarda qon tahlili topshirish kerak. Aslida masalan foliyaviy kislotani yetishmovchiligini ko'rsatadigan bitta analizlardan biri bu gomotsistein. Biz bu gomosisteinni o'sha check up deganimda eriga ham ayoliga ham topshirtiramiz. Ba'zi bir holatlarda foliyaviy kislota masalan profilaktik doza bizada 400 mikrogramm bo'ladigan bo'lsa, biz 5 milligrammgacha berishimiz mumkin. Ya'ni 5000 mikrogrammgacha berishimiz mumkin. Chunki bu ayolda B vitamin hazm qilishda muammosi bor yoki ichak tizimida o'sha B vitaminini so'rish uchun muammosi bor yoki erkakda ham bo'lishi mumkin. Shu holatlarda ko'p homila o'smasligiga olib keladi. B vitamin yetishmasligi uchun nervniy trubka shakllanmaydi va homila o'smay qoladi, tushib qoladi, qon ketib qoladi. Shuning uchun vrachga albatta shifokorga murojaat qilib, qaysi vitaminda defitsit yetishmovchiligi borligini aniqlab, keyin iste'mol qilgan albatta yaxshi. Profilaktik sifatida aptekadan olib bemalol ichish mumkin, lekin bu sizni qopladi degani emas. Bu homiladorligingizga yetadi degani emas. Foliyaviy kislotadan tashqari aytib o'tganimizdek yod, undan tashqari yana vitamin D. U quyoshli o'lkada yashaganimizga qaramasdan hammamizda defitsit bor ekan vitamin D, chunki biz bekinib yuramiz har doim quyoshdan. Plus o'zimiz ham oppoqqina emas, qoraroq bizada, biz ham защит qiladi melaninimiz. Vitamin D erga ham, ayoliga ham beramiz. Profilaktik doza bugungi kunda наверное 4000-5000 beramiz. Yetishmovchilik bo'lsa qon tahlili orqali uni ham oshirishimiz mumkin. Shuning uchun organizm xuddi nima deydi, yerni qancha boyitsangiz, makro mikro elementlar bilan, vitaminlar bilan, undan tashqari ichak sistemamizda lactobacillus prebiotiklar bilan
mikroflorani yaxshilasak, shuncha bizaga bu yaxshi hosil beradi. Biza shuning uchun masalan reproduktologlar organizmga xuddi yerga qaragandek qaraymiz, o'zimizni xuddi teplitsaga qaraydigan nimaga o'xshatamiz. Shuning uchun e'tibor beramiz umumiy organizm sog'lig'iga. Agar organizm sog'lom bo'ladigan bo'lsa, uni jamiki sistemasi, tizimlari yaxshi ishlaydi. Asab tizimi ham yaxshi bo'ladi, qon tizimi ham, davleniyasi ham oshmaydi, и anti-age ham kiradi. Nafaqat bu sog'lom homiladorlikni o'tkazadi, balki ham yosh ko'rinadi o'zini yoshiga nisbatan va uzoq, endi avvalroq albatta uzoq umr ko'radi, uzoq sog'lom umr ko'radi. Shuning uchun yana bitta narsa, ayol emas, faqatgina erkakka ham e'tibor beramiz. Biz oldinlari Gulnoslaxonni bilasiz, faqat ayolga e'tibor beradi, o'sha gemoglobini, boshqasi ayolda homila tushib qoldi. Ayol homilador bo'la olmadi dedik. Hozir 50 ga 50 rollarni bo'lib oldik. Erkakni ham rol 50%, ayolni ham rol 50%. Tajribamdan masalan kelib chiqadigan bo'lsam, misol erkakda qand miqdori baland yoki insulin miqdori baland. Bu ayol просто homilador bo'la olmaydi. Da, urug'i yaxshi, ovulyatsiyasi bor, follikul yetiladi, yoriladi, lekin homilador bo'la olmaydi. Yokida homilador bo'ldi, kichkina srokda tushib qolaveradi. Bu nima hisobiga? Erkagini insulini hisobiga. Chunki insulin baland, bu organizmda uglevod almashinuvida muammo bor. O'sha masalan spermatozoid erkak urug'i deylik, u shikastlangan. U o'zini ishini bajardi, ya'ni homilador qildi ayolni, lekin uni DNKsi ham qo'shildi. U DNKga 23 para xromosoma, 46 para xromosoma bo'ldi. 46 para xromosomada qaysidir paytda mana shu 23 tada narushение ketaveradi. Bunda o'sha folioviy kislota yetishmovchiligi, uglevodlar almashinuvi buzilishi sabab bo'ladi. Biz nima deymiz? Yo'q, mani kelinim homilasi o'smay qolyapti, mani kelinimda homilasi tushib qolyapti, shunaqa muammo deymiz. Shuning uchun muhim 50 ga 50 bo'ldi hozir. Erkakning sog'lig'i ham, erkakning sog'lig'i, vazni, gormonlari, vitamin, makro, mikroelementlar yetishmovchiligi ayolniki ham birgalikda sog'lom farzand bo'lishiga sabab bo'ladi. Yana bitta narsa bu yerda shunaqa yigitlarimiz bor. Men xursand bo'laman. Uylanishdan oldin aytishadi, "Men nima qilishim kerak? Men sog'lom farzandni xohlayman" deb aytishadiki, shunda ko'pincha maslahat berishadi. 3 oy to'ydan oldin chekishni tashlash kerak. Aynan 3 oy deyishadi. Вообще alkogol ichmagan, sog'lom turmush tarzi o'sha aytganingizdek hammasini vazniga qarash kerak, chunki aynan 3 oydan kam bo'lish kerak emas deb aytamiz. Chunki o'sha 3 o'zgarish oy davomida o'sha spermatozoid yetilib keladi. 3 oy davomida tuxum hujayra ayolda yetiladi. Shuning uchun masalan to'y bo'ldim, to'ydan 3 oy oldin bu juftliklar уже homiladorlikka tayyorlanib boshlashi kerak. Yoki bular saqlanadi, masalan 1 yildan keyin rejalashtiradi homiladorlik, 2 yildan keyin yokida srazu homilador bo'lishga tayyorlanayotgan bo'lsa, значит 3 oy oldin уже sog'lig'iga e'tibor beradi. Men masalan shu 15 yil ishlayotgan bo'lsam, 15 yilda boyroq mana bir marta juftlik keldi. Endi bizani qabulimiz endi reproduktolog ko'proq bepushtlik bilan ishlaymiz. Bir marta juftlik keldiki, hali to'yimiz bo'lmagan. Biza tayyorgarlik qo'ymagan, voy расцеловать их готовы deydi-ku. Da, shunaqa asal suratida, jinslar asal, потому что tayyorlanib kiryapsizlar-da. Ularda deyarli hammasi yaxshi edi. Chunki bizani qabulga kelgan, demak, oldindan sog'lig'iga e'tibor berib yurgan insonlar bo'lgan. Вот endi to'y bo'lib, Xudo xolasa, sog'lom farzandlar kutamiz inshaalloh. Judayam mana o'tganlarda biza xursand bo'ladigan darajada, chunki ular kam. Mana shu qizlarimiz ko'p kelishadi, nima qilib kamdan kamin, lekin yigitlarimiz kelishi kamdan kam. Shuning uchun mana hozir aytishimiz kerak, bu ikki tomonda, ham erkak ham ayol to'g'risida hali mo'tabar etib ketdilar. Shu yerda men bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Birinchi 3 oylikda sezon bo'ladi, shamollash sezoni. Ko'p asoratlarni ayollarda keyinchalik mana 8 oylikda keladi asorat bo'lib ayollarimiz. Tug'ishdan oldin yoki tuqqandan keyin bilasizlarmi, suvi ifloslanib ketdi. Nima shunaqaki nafas olishi qiynalibdi bolani. Tug'ruqdan keyin chaqalog'iga antibiotiklar qiladi. Nimaga? Qachondadir birinchi 3 oylikda men просто shamollash o'tkazganman. Burnim ozgincha piqillangan, bo'ldi, shu bilan instinktim o'tib ketdi deb aytishadi-da. Lekin bu virusli infeksiya. Virusli infeksiya bu juda bolani yaxshi ko'radi. Va organogenez vaqtida bitta organiga o'sha paytda virus shikastlanishi mumkin va o'sha nimada qolib ketishi mumkin. Homiladorlikda o'zidan asoratini berishi mumkin. Shuning uchun homiladorlikda immunitet baribir tushib ketadi. Bu tabiatdan shunaqa qilingan. Значит, bu ayol homiladorlik vaqtida farqi yo'q nechinchi trimestrda va nechinchi oylikda shamollash bo'ldimi, ORV bo'ldimi,
albatta shifokorga ko'rinish kerak. Chunki birinchi kunidan bu ayollar muolajalar qilib, asoratini oldin olishimiz kerak. Shunaqa bo'lyaptiki, agar bizani homilador bo'lmagan ayollarimizni bu shamollash o'tib ketadi. 5 kunda oyoqda yursa, u bu narsalar ichib o'tib ketadi. Lekin homiladorlikda bu o'tib ketmaydi. Bu albatta shundoq anaqa nafas yo'llariga o'tib, yo'tal, 2-kuni, 3-kuni bronxit, 4-kuni o'sha pnevmoniyaga. Man bekorga aytayotganim yo'q. Biza mana afsuski roddomda bizga kelyapti shunaqa ayollarimiz. Prosta bitta shamollashga e'tibor berilmagan. Shuning uchun homiladorlikda birinchi kuniyoq temperatura chiqdimi yoki shamollash alomatlari bo'ldimi, albatta o'zini oldini olish kerak. Unda o'tkazib ketish kerak emas. Chunki mana bu o'tib ketishi mumkin albatta, lekin keyinchalik o'zini asoratini albatta beradi. Mas'uliyatsiz yondashish mumkin emas. Har bitta o'zgarish bo'lyaptimi, hozir shunaqa bizda sistema, patronaj sistema juda yo'lga qo'yilgan. Patronajga telefon qiling, kerak bo'lsa doktorga murojaat qiling deb albatta aytib ketishimiz kerak bo'ladi. Rahmat. Endi biz interaktiv qismga o'tamiz. Biz jamoa bilan alohida eng ko'p uchraydigan afsona va stereotiplarni to'pladik. Sizlardan iltimos, afsonami yoki haqiqatmi qisqa izoh bilan javob berishlaringizni so'raymiz. Tayyormisizlar? Tayyor. Boshladik endi. Birinchisi, homilador ko'p yursa, bola sog'lom bo'ladi. Shifokorga boraverib kasal topib olma. Yurishni biza maslahat beramiz. Yotib olib oyoq ko'tarib yotish bugungi kunda yo'q. Umuman qancha ko'p yursa shuncha yaxshi. Qon aylanishi ham yaxshi bo'ladi. Fizически o'zida ayol sog'lom bo'ladi, bolaga qoni yaxshi boradi. Shuning uchun yurishni biza maslahat beramiz. Yotib olib oyoq ko'tarib yotishni yo'q. Nabarot, shifokorga borib o'zingni sog'lomligingga amin bo'lib kelgin. Man sog'lomligimga ishonch hosil qilishim uchun shifokorga borib ko'rinishim kerak. Biz dalada 8-10 bola tug'ardik. Poliklinikaga nima bor? Bu afsona. Afsona, chunki avvallari shunaqa bo'lganda ayollarni o'rtacha yosh ko'rsatkichlari boshqacha bo'lgan, ayol hayot sifati ham boshqacha bo'lgan. Hozirgi paytda biza masalan ayollarimiz hozir 40 yoshda, 42 yoshda ham tug'adi. Ular bolalari ham yaxshi bo'lishi mumkin, sog'lom bo'ladi. Lekin o'sha paytlarda ayolning holati hozirgi ayollar holati bilan har xil. Ya'ni sog'lom sifatida. Undan tashqari yana umuman statistikani siz bilsangiz kerak. Oldingi misol даже 30-40 yil oldingi materinskая детская смертность nisbatan balandroq bo'lgan, hozirga nisbatan ancha baland bo'lgan. O'shanda ham masalan 10 talab tug'ishar, lekin nechtasi masalan tirik qolgani u masala. O'zimni prababushkamda biladim 6 tadan bitta farzandlari qolgan. Toshpo'lat deb qo'yishgan, чтобы yashasin. Dedushkam rahmatli Toshpo'lat bo'lganlar, чтобы yashab ketsin farzandim. Shuning uchun agarda mayli yana bitta tug'ib olaman, o'smay qolsa ham mayli, tushib qolsa ham mayli desanglar bemalol. Lekin bu afsona. Bu afsonada. Keyin yana o'sha filitin haqida menimcha. Temir tabletkasi qorinni og'ritadi. Tabiiy ovqat yesang bo'ldi. Bu albatta tabiiy ovqat deganimizda oqsilga boy, temirga boy yeyish kerak. Jigar, mol go'shti, baliq go'shti, parranda go'shtlarini yeyish kerak. Bu albatta. Lekin hozir aytganimizdek zaxira bo'lmasa tashqaridan biza berib turishimiz kerak. Chunki bu katta bo'lyapti. Vaholanki go'sht bilan 2,5 mikrogramm kiradigan bo'lsa, agar homiladorlikda 7 minggacha oladi. Ko'rdingiz qanaqa nomutasaddilik bo'lyapti. Agar zaxira bo'lmasa albatta oladi va ayolda tanqislik bo'ladi. Yana bir gap bor ekan, homilador ayol ko'p uxlasa bola dangasa bo'ladi. Bu umuman uxlashga bog'liq emas. Meni qizim 4 yosh, hozir bitta ish buyursam yo'q deydi. Lekin unga homilador bo'lgan paytim umuman uxlamaganman. Faqat ishlaganman 24 soat, 7. Bunisida mana ko'p uyquga ko'p tortadi. Lekin shunda ham bilmadim. Uni xarakterida bu narsani ko'rganim yo'q. Menimcha bu afsona. Lekin bilasizlarmi, shunaqa narsa bor. Ishlab, chayir, aktivniy bo'lgan ayollarimiz yaxshi tug'adi. Chunki bu ayol ishlashga energiya kerak. Energiya qayerdan keladi? Organizm sog'lom bo'lsa, ayol ishlayoladi, energiyasi bo'ladi, chaqqon bo'ladi, farzandi ham sog'lom tug'ish ehtimoli bo'ladi. Lekin bitta narsa borda, mana oila a'zolari ham nimaga kelish kerak deymiz? Bir xil
kasalmasiz ishlayvering deb ko'p ishlatishadida. Mana dalalarda ko'p ko'ramiz, ayollarimiz dalalarda ko'p ishlashadi, kam uxlashadi. O'shaning uchun aytamiz, rejim сна и отдыха, ya'ni ham dam olish rejimi bo'lishi kerak, ham uxlash kerak vaqtida. Chunki bolani rivojlanmay qolganini sababi bu ayolni dam olmasligi. Doim dalada ishlayversa, ular kichkina nimjon bola ham tug'ishi mumkin. Shuning uchun bu bejizga emas turdi. Mana shunaqa ayollarga qaratilgan. Uxlash kerak, vaqtida uxlash kerak. Lekin bir xillarimiz bor, o'sha homiladorlikda faqat yotishadi, faqat uxlashadi. Men homiladorman deb uydagilar ham voy unaqa yoting yoting deb aytishadi. Bir xil shunaqalar. Endi ular nima qiladi? 4,5 kilo, 5 kilo bola tug'adi. Yana kesaryevaga moyillik bo'ladi. Ata mana shu yerda aytamizki, doktorlar shuni aytadiki, 7 oydan keyin homila shunaqa ishtahani ochiradi. Xolodilnikka boraveradi, yeyaveradi. Xamir ovqat yegisi kelyapti deb oyisi har kuni xamir qiladi. Pechёный yegim kelyapti desa, eri pechёный olib keladi. Boshlandi mana shu xamir, shirinlik. Qarabsizki, kichkina bo'lgan qorin 7 oylikdan keyin katta bo'lib, katta bola tug'ib, rosa keyin tug'ishga qiynalishadi. Shuning uchun eng asosiy davrlardan biri maksimalni e'tibor berish kerak. Birinchi 3 oylikda qorin hali yo'q. Mana shu yerda e'tibor berish kerak. Organigingiz ko'p joylarga bormaslik, maska taqish agar nima bo'ladigan bo'lsa, shamollash. O'zini asrash kerak organigingiz vaqtida, chunki yo'ldosh hali yo'q, saqlab turadigan. Shu e'tibor berish kerak. 7 oygacha mayli yesinlar. Lekin 7 oydan keyin go'shtda yeyish kerak, salatli ko'proq yeyish kerak, vitaminga boy bo'lgan yeyish kerak. Lekin kamaytirishni tavsiya qilaman, ayniqsa birinchi tug'uvchi ayollarga. Xamir ovqat 7 oydan keyin kamaytirish kerak. Yegisi kelayotgan bo'lsa, ozgina yeng, nima qondirish uchun ishtahani. Shirinlikni umuman men tavsiya qilmayman birinchi tug'uvchi ayol, ayniqsa kichkina jussasi bo'lgan ayollarimizga va ularga non yeyish. Umuman nima foydasi ham yo'q. da undan ko'ra go'sht yeyish kerakda. Bular nimaga olib keladi? Bular bolani katta yirik homilaga olib keladi. Bundan keyin yana yotversalar, endi ko'raverasiz, keyin kesaryev sechение qilishdi deb keyin nima bo'lishadi. То есть bu yerda maslahatlashish nimasi kuchli. Shu yerda maslahat berib ketmoqchiman. Men ham ko'p xamir ovqat yegim keladi. Lekin bilaman foydasi yo'q. Nonni ham bizda juda ham ko'p droji solinadi. Umuman foydasi yo'q va un birinchi oliy navli bo'lgani uchun uni ham foydasi deyarli yo'q. Harakat qilaman arpa unidan non yeyishga, bo'lmasa yemaslikka. Shunaqa payt men yegisi kelib turibdi. Hozir mana pirojni olib kelib yeyman yoki mana xonim pishirib yeyman degan paytingiz, bitta shu karam bilan, bodring bilan salat qilib, o'shani yeb olish kerak. Mana shuni yey, keyin uni yeyman. O'shanda ishtaha ancha tinchlanib oladi. Organizm o'ziga kerakli vitaminni olib oladida, tinchlanadi. Sizga kerakli o'sha dozani hech bo'lmasa kamaytirasiz. Ikkitagina bo'lak xonim bilan to'yasiz. Lekin faqatgina yegim kelyapti deb yeyaverish bu noto'g'ri. Chunki rostdan ham siz aytganingizdek, xamir ovqat umuman bizni o'zbekchilikda o'sha ovqatlanish juda ham noto'g'ri nimalarga asoslangan. Uni o'zgartirish kerak. Nafaqat homiladorlik paytida, balki tug'ruqdan oldin umuman odam to'g'ri ovqatlanib yurishi kerak. Mana hozir men o'zimni qizimga 1 yoshda shirinlik berganman. Bo'lmaganda shakar berganman, chupa-chup sopga berganman va uni immunitet tushib ketdi. Menda immunitet har doim baland bo'lgan, mendan o'tgan unga, lekin baribir bolam tez-tez kasal bo'lishni boshladi. Qachonki men uni ratsionni o'zgartirib, ko'proq tabiiy ovqatlar berishni boshlaganimda, oddiygina o'sha chia, leon nimalarini, urug'larni maydalab ovqatga qo'shishni boshlaganimda, qizimda bu narsalar kamayishni boshladi. Bu sekin-sekincha yuqar ekan. Oila a'zolari ham unga yeyishni boshlashdi. Chiyali suv qilib ichishni boshlashdi. Oyim, qaynona, hamma bu narsani sekin-sekin bir-biridan ko'rib qiladi. Va suv ichish, masalan, oldinlari har doim ovqat pishirsak, oldiga choy damlab qo'yardik-da. Keyin men Hindistonga bordim. Hindistonda bizchalik maza qilib ovqat yeyishmaydi. Bizchalik nima deydi, dasturxon to'kin emas va lekin tishlar butun, 90 yoshli ayolda tishlar butun. Aytaman, qanaqa ovqatlanasiz? Bizdan yaxshi yemayapsiz lekin siz desam, siz o'zbeklar o'sha Markaziy Osiyo xalqlari ko'p kaloriyali, go'shtli, yog'li narsa yeysiz, lekin orqasidan choy ichasiz. Bu hammasini parchalab yuboradi va Hindistonga kelib, keyin jigaringizni davolatasiz deb.
Biz esa mana tarelkamizga qaragin, likopchamizga kichkinagina ikkita non, u ham arpa undan qilingan, yog'siz qovurilgan, 8 xil sous, u hammasi dukkaklilar ezilgani, boshqa qilinganidan, vaholanki shu nima deydi, gigiyena talablariga mos bo'lmagan joyda ovqatlansak ham, mana shu o'tlardan, giyohlardan qilingani uchun bizni organizmni saqlaydi. Va shuning uchun ham bizni tishlarimiz joyida, qomatimiz joyida, qorin qo'yganlar kam, ayollar yashash uzoq, hattoki mana shunday sharoitlarda dedi. Shundan keyin men choyni chiqarib tashladim. Choy ichsam alohida vaqtda ichaman, lekin har doim suv. Bunga ko'pchilik ko'na olmadi. Uyda, oilada bu narsani xohlashmadi. Choy olib kel deyishdi. Olib qo'yaverdim, suv qo'yaverdim, suv qo'yaverdim. Oxiri odam o'rgandi shunga. Hozir biz suv ichamiz. Choy ichish kerak bo'lgan paytda choy ichiladi. Va bu o'zimda tanamda juda ko'p muammolarni yechdi. Qizimni tanasida ham. Shuning uchun ham aytardimki, onalar baribir oilada o'sha dasturxon sizniki. Siz nima qo'ysangiz, o'sha yo'q bolam yemaydi-de, man olib kelmasam masalan o'sha och qolsa qoladi, lekin yemaydi. Siz sotib olmang do'konda shuni. Uyda bo'lmasin shu narsa. Xolodilnik ochganda o'sha chipsi, kola, gazirovka stolda nima deydi, mehmon keladi deb ham qo'yamiz. Konfetlar bo'lmasin uyda, bo'lmasin. O'rniga o'sha o'rgating. Do'konga kiramiz, pechenye yeyman deydi qizim. Yur o'zimiz pishiramiz. Yur. Uni olamiz, uni aldab sullab uyga olib kelib qiyin. Olib kelib o'sha hamma urug'larni maydalab, un qo'shib, boshqa qilib birga pishiramiz, yeydi. Qiling, harakat qiling. Chunki ertaga mana shu asab, mana shu energiya bolangiz sog'lom bo'ladi-da. Ko'p muammolar qaytanga kamayadi. Aytishadi, qiyin bu. Keyinchalik o'sha katta muammolarga duch kelmaslik uchun hozir kichkina qadamlar bilan-da qiyin bo'lgan o'sha ovqatlanish tizimini o'zgartirilsa, bu keyinchalik juda yaxshi sarmoya beradi hayotga. Hozir man UNFPA ni xalqaro global statistikasi bilan bo'lishmoqchi edim. Jahon miqyosidagi raqamlar shuni ko'rsatadiki, har kuni dunyoda taxminan 712 nafar ayol homiladorlik yoki tug'ruq vaqtida hayotdan ko'z yumadi. Ya'ni har 2 daqiqada bitta ayol. 2023-yilda bunday holatlar soni 260 mingga yetdi. 2000-yildan buyon esa ona o'limi ko'rsatkichi 40% ga kamaydi. 443 mingdan 260 minggacha ma'lumotlarga ko'ra. Bu shuni anglatadiki, jahon bo'ylab sezilarli yutuqlar bor, ammo hali ham oldimizda bajarilishi kerak bo'lgan katta vazifalar mavjud. Bunda Suqulni, siz xalqaro tajribaga egasiz. Aytingchi, O'zbekiston holati boshqa mamlakatlar bilan taqqoslaganda qanday ko'rinadi? Endi to'g'ri, oxirgi yillarda bizda keskin kamayish bor, ko'z tegmasin. Chunki bu bo'layotgan islohotlar, hamma tizim hozir eng oliy maqsad qo'yilgan onalar va bolalar o'limini kamaytirish, keskin kamaytirish. O'sha O'zbekiston 2030 nimasi strategiyasi bo'yicha keskin kamaytirish va bu shu yaxshi yo'lda ketyapti. Nimaga desangiz, mana fondlar podдержкасы, keyin mahallalar ishlayapti. Mahallalarda ham juda ko'p targ'ibot ishlar olib borilyapti. Vaholanki tibbiyot tomonidan qilinayotgan hamma muolajalar, tekshiruvlar, tekin hammasi albatta, bular hammasi aholi tomonidan ham qabul qilinyapti. Ya'ni oldin qanaqa edi? Tibbiyot sohasi kuch ishlatardi, hamma qilinglar, kelinglar deb aytilardi. Aholini qimlatish ancha qiyin bo'lganda, tibbiy madaniyat deymiz-ku. Mana hozir mana shu ijtimoiy tarmoqlar ham juda ham yutug'i katta deb o'ylayman. Tajriba shuni ko'rsatyaptiki, aholi foydalanishi boshladi mana shu hamma berilayotgan imkoniyatlardan. Va shuni natijasida bizda даже mana oldingi 3 yil bilan misol qiladigan bo'lsak, juda ko'rsatkichlarimiz pasaydi nisbatan. O'zbekiston sharoitini ko'radigan bo'lsak, bundan ham yaxshi natijalarga erishishimiz mumkin. Chunki hamma hozir o'sha tibbiyot sohasi emas, nafaqat tibbiyot sohasi, davlat darajada qarorlar hammasi mana shu onalar va bolalar o'limini oldini olishga qaratilgan. Agar buni hammasi amalga oshirilsa, aholi bilan birgalikda hamma imkoniyatdan foydalansak, 12 haftagacha birinchi tashrifi 95% gacha mana hozir yetkazish planda turibdi. Ahvat juda ham katta bo'lsa,
va ayollarimiz o'sha imkoniyatlardan foydalansa undan ham pasayishi mumkin deb o'ylayman. Onalar o'limi va go'daklar o'limini ko'rsatkichlari. Skrining axvatlari mana hozir ko'rsatkichlar ko'rib turibmizki, nisbatan har yili skrining ko'rsatkichlari qatnayotgan ayollarning soni ko'payib boryapti. Shuni natijasida perinatal o'lim ham, antenatal o'lim ham keskin kamayishni boshlayapti. 8ta tashrif to'g'risida gapiradigan bo'lsak, juda o'zgarish katta. Mana 2023-yilgacha ayollarimiz har tashrifda analizlar topshirishardi, tekshiruvlar topshirishardi. Ko'pchiligiga yoqmasdi, yana o'sha qonmi, yana выделенияmi deb aytishardi. Hozir keskin hammasini kamaytirildi. Mana shu 8ta tashrif, yana bir marta aytaman, faqat sog'lom homilador ayollarga qaratilgan. Agar xavf guruhiga kiradigan bo'lsa, u xavf guruhlarini o'zini dasturi bor. Birinchi 12 haftagacha kelishni asosiy maqsadi bu ayolni organizmi bilan tanishib olish kerak doktor. Undagi bo'layotgan shikoyatlarni so'raydi va tahlillar o'tkazadi. Shu tahlillarga asoslanib doktor o'zi uchun individual dastur yaratadi. Bu ayol mutlaq sog'lom guruhiga kiradimi yoki xavf guruhiga kiradimi yoki surunkali kasalliklar guruhiga kiradimi? Shu 3ta yo'nalishga ajratib olgandan keyin har bittasini o'zini qiladigan nimalari bor, muolajalari bor. Endi xavf guruhlariga keladigan bo'lsak, ayollarni homiladorlik vaqtida asoratlari bo'lishi mumkin. Shu asoratlari xavf guruhi kiriladi. Xavf guruhi bo'lishi mumkin tromboembolik asoratlarga, o'sha varikozi bor, boshqasi bor. Qandli diabet asoratlar xavf guruhiga kiritishi, homilani qarang, 12 haftagacha hali homilasi kichkina bo'lsa, o'sha yerda o'zida birinchi tashrifida bashoratlashimiz mumkin. Homilani rivoji o'sishini kechikadimi yoki yo'q, o'sha xavf guruhiga kiritiladi. Keyin qon ketish xavf guruhi, homiladorlik vaqtida qon ketish xavf guruhlariga kiritiladigan ayollarimiz bor va undan tashqari tug'ruqni muddatdan oldingi tug'ruq xavf bormi yoki yo'qmi? Shu xavflarga ajratib olish kerak bo'ladi tahlillar o'tkazish kerak bo'ladi. Bu umumiy qon analizi, umumiy sido analizi, mana doktor aytganlaridek qon, rezus, agar rezus manfiy bo'ladigan bo'lsa, uni profilaktik chorasi bor. Antitelalar paydo bo'lmasligi uchun uni qiladigan ukoli bor, inyeksiyasi. Uni tavsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Va agar 35 yoshdan oshgan ayollar bo'lsa, sitologik analiz olishadi. Hammadan analiz olishmaydi, ajralma, mazok olishmaydi. Ko'rsatmasi bo'lsagina olishadi. Ahamiyat bering. Minimal paket tekshiruvlarni asosan mana shu analizlarni o'tkazishadi. Keyin agar tish doktori ko'riladi, agar kerak bo'lsa, keyin bioximik yoki koagulogramma topshiradi va albatta qand miqdorini aniqlash uchun ham analiz topshiriladi birinchi tashrifda. Keyin albatta skrining o'tkazishimiz kerak bo'ladi 12 haftagacha. Keyingi tashrifi 18-20 haftasida bu yana bitta skrining o'tkaziladi. Ahamiyat beringlar, hech qanaqa tahlillar topshirilmaydi u yerda. Faqatgina skrining o'tiladi va albatta shikoyatini so'rash kerak bo'ladi, umumiy holatini ko'rish kerak bo'ladi va kechayotgan hamma bo'layotgan ularni muolajalarini bir marta so'rab berish. Qanaqa, nima ovqatlanyaptilar, qanaqa uyquda shikoyati bormi, umuman holatini so'raladi. Mana 26 haftasida kelish kerak bo'ladi. 26 haftasida yana qayta faqat qon analizi va umumiy sidik analizi topshiriladi va albatta hozir statistikani ko'radigan bo'lsa, afsuski gestatsion qandli diabet paydo bo'lishi mumkin 2-trimestrda yo'ldosh paydo bo'lganida. Shu ayolimizda gestatsion qandli diabetga moyilligi bormi yoki yo'qmi? Hammadan glyukoza tolerant test o'tkaziladi. O'sha shirin glyukoza beriladi va 1 soatda 2 soatda ichgandan keyin qand miqdorini tekshiriladi. Agar o'sha qand miqdori normadan oshayotgan bo'lsa, ularni alohida dietaga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Bu ham onani salomatligiga, ham homilasi sog'lom tug'ilishiga kafolat beradi. Mana qarang, 12 haftagacha birinchi tashrif albatta bo'lish kerak. 18-20 haftasida bu skrining o'tiladi. 26 haftasida keladi. 30 haftada kelinadi. 30 haftasida biza birinchi tashrifda VICH
sifilizga tekshirtiramiz va gepatitga tekshirtiramiz. Uchta обязательный analiz bor. Mana bu analiz nimaga topshiriladi? Homilada agar mabodo ayolda aniqlab qolinsa, homilaga o'tmasligi uchun chora-tadbirlar qilinadi. Shuning uchun tekshiriladi. Chunki bular juda yomon asorat beradi, nimada homilada sifiliz bo'lsa yoki VISH yoki bo'lmasam gepatit bo'lsa. Shuning uchun ularni birinchi tashrifda topshiriladi ham 30 haftasida topshiriladi. Mana shu analizlar 30 haftada, keyingisi 34 haftasida kelish kerak bo'ladi. U yerda hech qanaqa tahlil yo'q, chunki bu sog'lom ayol. Sog'lom ayolda gemoglobin ham уже normal bo'ladi. 30 haftasida o'sha shikoyatlari so'raladi. Уже homilasi katta, diafragmani ozgina уже ezadigan vaqti bo'lyapti. Qani hansirashlar paydo bo'lyaptimi? Ayolimiz qanaqa ko'taryaptilar mana shu muddatda, qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti? Bu hammasi yaxshilab tekshiriladi va har bitta tashrifda ogohlantirish belgilari bor. Ogohlantirish belgilari, ya'ni ro'yxati bor. O'sha kuchli bosh og'rish, isitmasi chiqsa, qog'inoq suvlari ketsa yoki bo'lmasam o'sha paydo bo'lsa shishlar, qon bosim oshsa, buni hammasini doktor batafsil aytadi har tashrifda. Shular bo'lsa zudlik bilan doktorga borish shart bo'ladi. Mana shuni albatta aytib ketadi. 34 haftasida, endi buyog'iga har 2 haftada kelish kerak bo'ladi. 36 hafta, 38 hafta va 40 hafta. Bu yerda doktor albatta har kelganida homilani yuragini eshitib, qani muddatiga to'g'ri kelyaptimi, o'syaptimi, rivojlanyaptimi va mos kelayotgan bo'lsa juda yaxshi. Lekin mos kelmayotganlarni, значит, ularda kerak bo'lsa qo'shimcha o'zida ultratovush qildirishadi. Agar o'sha gravidogramma to'ldiriladi doktor tomonidan, o'sha yerda ko'riladi, shundoq bolasini rivojlanayotgani dinamikasi ko'riladi. Uning uchun bitta borish kerak, homilani yuragini eshitiladi va bachadan tubi balandligini tekshirib, o'sha gravidogrammaga, jadvalga ko'riladi dinamikada nimasi rivojlanayotgani. Keyingi tug'ish qayerda bo'ladi? Qachon tug'ruqxonaga borish kerak? Mana shu 10 minut ichida 3 ta dard bo'lsa, hatto bizda shunaqa bo'ladi. Ayniqsa biz roddomda dejurstda turamiz. Ozgincha og'rib qolsa ham kelishadi kechasi. Yo'q, sizga hali vaqtli deb. Mana har 20 minutda og'ridi, yarim soatda og'ridi deb aytishadi. Yo'q, hali vaqtli. O'shanda aytamiz, 10 minut ichida 3 ta og'riq bo'lsa, bu уже dard, уже borish kerak. Roddomga deb aytamiz. Keyin roddomga nima hujjatlar kerak? Homila tug'ilgan chaqalog'iga nima kiyimlar kerak? Ya'ni tug'ruq sumkasi deb aytiladi. O'shani hammasini batafsil tushuntiradi. Yana bitta ahamiyatga ega, ko'pchilik so'raydi, turmush o'rtog'im kirsa bo'ladimi tug'ruqqa yoki singlim kirsalar bo'ladimi? Albatta, bu agar shunaqa davr bo'ladi, juda ko'p epidemiya vaqtida, shamollash, ORV ko'p bo'lganda sezonniy kasalliklar bor. Shunaqa paytda albatta mumkin emas. Chunki biz qo'rqamiz, boshqa homiladorlar bor, tug'adiganlar bor. Lekin mumkin bo'lgan sezon bo'lsa, o'rgatish kerak. Tug'ruq kirib eri o'zidan hushidan ketib qolmasligi uchun, shok bo'lib qolmasligi uchun, ayniqsa birinchi tug'uvchi ayollarimiz o'zligisi shok bo'lib qolishadi. Men bilmadim bunaqa jarayon bo'lishini. Onalar maktabi bor. Hozir mana ko'p tarqalgan onalar maktabi. Onalar maktabida aynan o'rgatishadi, qanaqa nafas olish kerak, bu jarayon qanaqa bo'ladi, tuqqandan keyin bolasiga o'sha vitamin K qilishini, yotgan soatda bolasiga ukol qilaman, nima edi, qanaqa edi deb so'rashadi. Hammasiga tayyor bo'lib turadi ayol kishi. Shuni biza har bitta tashrifda tushunib ketamiz. Tug'ruqdan keyin nima qilish kerak, qanaqa homiladorlikdan saqlaydigan vositani tanlash kerak, chunki tug'ruqdan keyin bir xil turbamni boylang deyishi, tayyor bo'lish kerak shu narsaga. Naylarimni boylataman deb kelishadi. Mumkinmi deb tug'ruqxonani o'zida bilib olishadi. Chunki tayyor bo'lish kerak. Yoki spiral qo'yish mumkin hammasini, lekin buni mana shu tashriflarni o'zida gaplashib olish kerak bo'ladi. Shuning uchun mana ahamiyat bergan bo'lsanglar, bu tashriflar 8 ta, lekin har bittasini o'zini qiladigan chora-tadbirlari bor. Hammasi o'sha aytganlaridek millat salomatligiga qaratilgan. Chunki ona sog'lom bo'lsa, bola sog'lom bo'ladi, millatimiz ham sog'lom bo'lar. Men ikki narsa so'ramoqchi edim. Ugrozalar haqida-da. Bir xilida nima suyuqlik, qindan chiqadigan suyuqliklar, qaysi biri qo'rqinchli emas, qaysi biri qo'rqinchli. Bir xil masalan qaynanalar aytadi, o'tib ketadi, nechun? Qancha shifokorga birinchi o'rinda zudlik bilan murojaat qiladigan, albatta qindan qonli ajralma keladigan holatda.
kutilmagan masalan hayz payti emas, hayzni o'rtasi bo'lishi mumkin, hayz siklini o'rtasi yoki homiladorlikda любой muddatida qindan qonli ajralma keldi, demak zudlik bilan shifokorga murojaat qilish shart. Bu bo'lishi mumkin отслойка platsenta, ya'ni homila ko'chishi, homila yo'ldoshini ko'chishi. Ko'chgandan keyin shifokorga ko'rindingiz, u sizga davolovchi dorilarni, vositalarni berdi va undan keyin u jigarrangga aylanishi mumkin. U eski отслойкani uvib qolgan qon sekin chiqishi mumkin. Bu как бы norma hisoblanadi. Lekin mana shu qaysi muddat bo'lmasin, qonli ajralma bormi, demak zudlik bilan shifokorga murojaat qilish kerak. Kutib o'tirib, hozir ketadi yoki telefon qilib vrachga nima bo'lyapti, qanaqa назначение bering, man borolmayman de, uzoqdaman de, qaynam qo'ymayaptilar, boshqa u umuman qabul qilinmaydigan holatlar. Kelolmaysizmi, demak skoriy chaqirish kerak bo'ladi. Tez yordam bilan borish kerak yoki o'zlari borishni albatta maslahat beramiz. Shu yerda nazokat bitta narsani aytib ketishimiz kerak. Hozir aytganlariga har xil holatlarni ko'ramiz raddonda ishlab biza. Lekin shunaqa holatlar bo'ladiki, miyangizda butun umrga saqlanib qoladigan narsalar bo'ladi va talabalarga dars o'tganimizda ham, ayollar bilan suhbat o'tkazganimizda albatta shu narsani man aytib ketaman. Ogoh bo'linglar. Shu narsalarga e'tibor beringlar. Mana endi yosh doktor edim. Dejurствomga bitta ayol kelinini olib keldilar. 19 yoshli qiz. Ozg'ingina, chiroyli, juda anaqa nima ko'z oldimda qolgan shu holat. Men dejurствomda kelganda qon oqib keldi. Eklamsiya holatida, komada уже keldi. Qon oqgan. Zudlik bilan operatsioniyaga olib bordik. Operatsioniyaga afsuski o'ta bolasi nobud bo'lgan, chunki отслойка bo'lgan. Bu hammasi o'sha qon bosimi fonida eklamsiya bergan. Endi keyinchalik surishtirib bilsak, endi bu ayolimizda yo'ldosh, endi qo'rqinchli bo'lsa ham gapiraman-u, yo'ldosh ko'chgandan keyin shunaqa holat bo'ladiki, qonni to'xtatib bo'lmaydi. Endi bu 20 yildagi oldingi bo'layotgan gap. Hozir endi rivojlanib ketdi. Hozir to'xtatsak bo'ladi, lekin bunaqa holatda kelmanglar deb iltimos qilamiz. Afsuski bachadonni olib tashlashga majbur bo'ldik. 19 yoshli qizimizda. Mana hozir gapiryapman, prям murashka. Chunki bu yerda agar hozir bachadonni qoldirsangiz, ona saqlab qola olmaysiz, nobud bo'ladi. Bolasi nobud bo'lgan o'sha. Endi qarang, Toshkent shaharida bo'lyapti bu narsa. Homilador bo'lgan ayol, 8 oylik homilasi. Uyida nima gap bo'lgan, qaydanani, mehmondorchilik bo'lgan, lekin qon bosimi oshib yurgan, moyilligi bo'lgan ayol. Endi u bo'rqa qilgan, nimalar bo'lganda, keyin chiqib aytyapti qaynonasiga, oyijon deyapti, mani ozgina ko'nglim aynayapti, mana mana shu sohada ko'rsatadi. Biz epigastri sohasi deymiz. Shu tuni ko'rsatyapti. Keyin qaynonalar nima dedi? Endi mehmondorchilik bo'lgan, charchadingiz, juda aralash narsalar yeb tashladingiz, birpas damingizni oling-da, o'zingizga kelib oling, mana qattiq iching deb yupatib kirgizib yuboradi. Endi u kelindi, kirib qaynonasining aytganini qilib yotgan. Уже boshi og'rishni boshlagan, chiqib, oyijon boshim og'riyapti, chidamaydigan darajada og'riyapti. Mashtum kuchaydi og'rishi, ko'ngil aynib, уже qayt qisyapti. Oyisi keyin sitramon bergan, nima qilganda, keyin oxiri уже yuqori qon bosim bo'lgan, hali aytganimizdek судорога, eklamsiya holati bo'lganda, shunda skoriy chaqirilgan. Skoriy kelgan, ularni bizga olib kelgunicha уже shunaqada vaqt yo'qotilgan, afsuski. Endi bu yerda qaynonasiga aytyapmiz, nimaga ahamiyat bermadingiz, nimaga o'sha birinchi shikoyatida можно было бы nima oldini olish mumkin edi deb aytsak, men bilmadim. Bosh og'rishi, ko'ngil aynishi, mana bu yerdagi og'ruvlari shunaqa asoratga olib kelishini men bilmadim deyaptilar. To'g'ri, medik emas, qayerdan bilishdan. Lekin mana shunaqa holatlarni, qon ketish, bosh og'rish, shu holatlarni har tashrifda doktor gapiradi. Mana bunaqa oila a'zosi bo'lsin deymiz shuning uchun. Oila a'zosi bilan birgalikda gapirishadiki, shunaqa holatlar bo'lsa, undan oldin mana shu holat o'zidan o'zi bo'lmaydi. Sekin nima bomba замедленного действия. Sekin da belgilari bo'ladi. Shunga ahamiyat berish kerak va har tashrifda bo'lmasa bitta давление o'lchashadi va ayollarimizga biz aytamiz, uy nima dnevnik kundaligi. Homiladorlik uy kundaligi. Bilmayman tutganmisiz yo'qmi? Men homiladorlik bo'lganda kelishgan, berishgan, tuting shuni deb.
juda yaxshi narsa shu. Chunki ayol kishi qanaqadir shikoyati bo'ladi, esdan chiqib ketadi. Biz aytamizki, yozing shu shikoyatingizni, keyin shu daftar bilan keladimi, o'sha hamma nima bo'lganini doktor qaraydi, boshingiz og'ruvmidi, shu vaqtda og'ridimi, ketdi. Mana shunga ahamiyat berib, mana shu man aytayotgan holatlarni oldini olish chora-tadbirlar osonlikcha olsa bo'ladi. То есть bu hammasi oldini olish mumkin bo'lgan holatlar. Shuning uchun afsus qilamizki, chuqur kasal emas, judayam haligi серьезный kasal emas, чтобы unaqa bo'ladigan holatda homiladorlik vaqtida shu qon bosim oshish bilib bo'lmaydi, kimda bo'ladi. Lekin oshdimi, bu tuqqunicha normalizatsiya qilinmaydi. Значит, u oshdimi, buni oxirigacha judayam kuchli kuzatuv ostida nazorat qilish kerak, albatta. Shunga aytganingizdek, nafaqat bu onani rolida, hamma ham bilishi kerak. Qaynanalar ham, erlar ham bilishi kerak bu ma'lumotni. Chunki bizda qizlar voqli yerga tegadi. Ko'pincha ular umuman bu narsadan bexabar qolishligisi mumkin-da. Ular balki tayanishadi, eriga tayanadi, qaynanasiga tayanadi. Ular mendan opitliroq, tajribaliroq, ko'proq bilishadi deb. Chunki ularni ham tashriflarga menimcha qaynanalarni ham borishi majburiy qilib qo'yish kerakmikin? Birga yashaydigan qaynanalar kelinlari bilan. Yana bitta savolim bor edi sizga Ko'rganov eksperti sifatida. Boshqa mamlakatlarda erkaklarni shu jarayonlarga jalb qilish bo'yicha qanaqa misollar keltira olasiz? Endi опять nima deymiz, tibbiy madaniyat deymiz. Mana Turkiyani oladigan bo'lsak yoki Yevropa mamlakatlarini, Amerikaga oladigan, endi u yerda ozgincha boshqacha nima deydi, mentalitet. U yerda xotiniga tug'ib ber deb iltimos qiladigan darajada homilador bo'lishadi-da. Shunaqa darajagada iltimos deyishadi, birgalikda tayyorlanishadi. U yerda erkaklar действительно bular birgalikda hamma yoqqa borishadi. Mana Rossiyada ham birgalikda borishadi, chunki bular birgalikda shu narsaga yetib kelishdi. Va homilador ayolga qarash ular uchun как nima deydi, sharafda sharaf, ular uchun qanaqadir majburiyat, mas'uliyat juda kuchli, to'g'rimi? Mana boshqa mamlakatlarda. Endi biza bilmayman bu to'g'rimi, noto'g'rimi gapirish, lekin bizada homilador ayol bo'lganda, ko'p tug'adigan, ko'p homilador bo'lgan adasiga chiqib, adasi homilador bo'lib qoldim desa, voy, yana voy bo'lib qoldingmi-da. O'shaning uchun anaqa ko'pincha aytamiz, er xotin birgalashib kelishgan holda maslahatlashib tayyorlanib homilador bo'lsa, ana o'shanda ular ham mas'uliyat sezib birgalikda borishadi. Chunki vitaminlar olib berish, ularni doktorga olib borish, klinika olib borish albatta turmush o'rtog'ini zimmasida birgalikda borishgani afzalliroq deb o'ylayman. Albatta men bu ishonch 2030 doirasida biz butun respublikada yurishga muvaffaq bo'ldik. Doktorlarni o'qitdik, yangi bayonnomalar chiqdi, milliy protokollar chiqdi. Juda katta tayanch berdi bizga bu loyiha. Shu loyiha orqasidan hamma doktorlar o'qitildi respublikada. Aynan mana shu hozir gapirayotgan gaplarimizni ular mana shu 8 ta tashrif to'g'risida gapirishadi. Har bitta tekshiruv muolajalari, uni orqasidan shu ishonch 2030 orqali juda ko'p raddomlarda hozir apparatura, eng zo'r apparaturalar kelgan. Judayam katta yordam ko'rsatishga tayyor. Lekin bitta narsa borki, aholi bilan ham tibbiy madaniyatini ko'tarishga doktorlar ham nima qilingan, jalb qilingan. Patronaj sistemasi mana hozir o'qitish boshlandi. Patronaj sistema uyiga kirib hamma kerakli ularga nimalarni, ma'lumotni berishyapti. Bu ma'lumotni olgandan keyin er xotin juftlik qayna bilan doktorga kelyapti. Doktorlar o'sha hamma aytilgan dastur bo'yicha ishlar olib borilyapti. Даже shunaqa qilinganki, очередlarni kamayishini ham ko'zda tutilib, oldini olib o'sha расписание bo'yicha har nima oilaviy shifoxona ko'pincha shunday 10 minutlik, 15 minutlik masofada mana juda ham qulayliklar ko'p yaratilgan. Shuning uchun bizada bu muammo sekin-sekin yechimini topyapti. Endi faqatgina o'sha ayollarimiz foydalanib, o'sha Ongli ravishda homiladorlikka tayyorlanib, er xotin birgalikda foydalanish kerak va maksimal ravishda doktorlardan berilayotgan imkoniyatlardan foydalanish kerak. Mana qo'shimcha qilib ketsam hozirga shu o'rinda bu o'rinda erkakni
shu ayolga psixologik yordami judayam o'rinli, judayam muhim. Aynan shu hayot davomida, endi homiladorlik paytida, homilani tuqqandan keyin ayolga judayam muhim erkakni psixologik yordami. Gormonlar o'zgargani uchun u ayol ta'nan ko'tarib bera oladi, homilani tug'ib bera oladi. Lekin shu paytda emotsional yordami, psixologik yordamni erkakni albatta judayam muhim. Ham ayol uchun, oilaviy muhit uchun va farzandi uchun. Chunki farzand ham sezadi otasini поддержкасini, hali qorinda bo'lishiga qaramasdan otasini поддержкасini va bu insonlar keyinchalik yetuk, mukammal insonlar bo'lib yetiladi deb o'ylayman. Yana reproduktiv sifatida ekologiya to'g'risini ko'tarmoqchi edim. Mana Mo'tabar как раз shu o'rinda judayam chuqur bilasiz, ma'lumotlaringiz ko'p. Bizaga reproduktivga kelganda, bepushtlik bilan asosan kelganda biza e'tibor beramiz, so'raymiz qayerda yashaysiz, qaysi viloyatda misolda. Misol bu bo'lishi mumkin Surxondaryo, bilamiz Tojikistondan alyuminiyaviy zavod bor, o'sha orqali keladi Miziyoni. Nima ish qilasiz? Ximiya zavodida ishlayman yoki uran zavodida ishlayman, ishlab chiqarishda ishlayman, plastmassa ishlab chiqarishda ishlayman. Buni ahamiyati judayam katta. Shuning uchun reproduktiv sifatida maslahat bergan bo'lardim. Homilani rejalashtirishdan oldin qaysi sohada ishlashingizga qaramasdan o'sha sohani o'zini meri предосторожности deydi-ku, ya'ni masalan qo'lqopda ishlash yoki maskada ishlash yoki polniy kiyimda, ekipirovkada ishlashga katta ahamiyat beringlar. Biz ko'p holatlar mayli, qilmasak ham mayli deb o'tib ketamiz, lekin bizani tanamiz orqali, terimiz orqali o'sha ziyonli moddalar, kimyoviy moddalar so'rilish ehtimoli bor va bu nimaga ta'sir qiladi? Bizani urug'larimizga ta'sir qiladi, gametalarimizga, ya'ni spermatozoidlarga, tuxum hujayralarga va bolani sog'lig'iga ham ta'sir qilishi mumkin. Birinchi tozalashni, chistkani uydan boshlash kerak. Ya'ni uyda plastmas idishlar bo'lsa, imkon qadar olib tashlab, u plastmas idishni masalan mikrovolnovkaga qo'ysangiz bo'ldi. Undan ortiq ziyon narsa kerak emas aslida-da. Polniy kuxnyadan tozalashni boshlab, sog'lom homiladorlikka kirishni maslahat bergan bo'lardim. Bu yerda yana bitta narsa, hozir turmush o'rtog'i to'g'risida gapirdik, lekin buvijonlar mana kelishadi, qaynanalar ko'p kelishadi, ularga rahmat deymiz, chunki bee'tibor emas. Rahmat kelishganiga, qaynana bo'lib kelinga g'amxo'rlik qilayotganlarni ko'ramiz, judayam biz xursand bo'lamiz va albatta mana men 6 tug'dim, 5 tug'dim degan gaplarni ham albatta eshitamiz-ku, biza ularni tajribasini hech qachon inkor qilmaymiz. Ularni tajribasi judayam kuchli. Ular shunaqa xalq tabobatini bilishadi, o'sha oynalarni vaqtida ochib qo'yishlarni, turshakni suvini ichirishadi, qabziyat bo'lganida. Ularni tajribasi judayam muhim, judayam kerakli tajribalari bor va bu tajribaga yana bitta narsani qo'shamizki, o'sha homilador ayollarni ozgincha anaqasi diqqati nima bo'lib qoladi, sag'al. Ikkilanib qoladi diqqatlariku, sust bo'lib qoladi diqqat. Shunda biz qaynalariga aytamizki, turmush o'rtog'i endi ishda, lekin qaynalar o'zingizni nima zimmangizga oling, nazorat qiling, ichyaptilarmi o'sha dorilarni, o'sha muddatdan adashib ketmadilarmi chiqish muddatlariga. Hozir endi prilojeniylar bor, o'sha prilojeniya o'zi aytib turadi qaysi vaqtda chiqish kerak doktorga. Bu juda ham yaxshi narsa. O'sha qaynanalarga biz albatta aytamiz, sizni tajribangiz muhim, juda kerakli va o'zingizni zimmangizga, o'zingizni nazoratingizga olsangiz, shu bilan birgalikda ularni ham mas'uliyatini ko'tarib qo'yamiz. Lekin siz davringiz boshqa, bizning davrimiz boshqa deyish ham sag'al noto'g'ri-da. Ularni ham tajribasi shundoq o'g'il, qiz tarbiyalab, shunaqa oila barpo qilgan o'sha qaynanalar bo'ladi. Ularning tajribasi albatta bizga kerak va muhim. Albatta foydalanish. Gulnaz Sokolovna aytdilar, qanchalik nima deydi, qancha yangi yaxshi sharoitlar yaratilmoqda-da O'zbekistonda. Shu tibbiy muassasalarni yangi jihozlar bilan to'ldirildi yaqinda yangi loyiha doirasida. Chunki qanchadan qancha shifokorlar boshqatdan o'rgatildi yangi protokollar bo'yicha. Shunga nima deb o'ylaysiz? Blogerlarni ammo aytyaptilar, aholi ko'pincha bilmay qoladi shu narsalar haqida-da. Aholigacha nima deydi, yetkazish juda ham qiyin. Shu tarzda blogerlarni roli nimada, qanday qilib blogerlar orqali shu nima deydi mavzularni yoritish muhimligini haqida o'z fikringizni ayta olasizmi? Birinchi bo'lib bir hodisadan boshlamoqchi edim. Samolyotda farzandim bilan uchayotganda men birinchi pediatrga borib so'raganman. Birinchi marta uchishimiz qanaqa qilib uni bexavotir o'tkazish mumkin. Shunda kerakli maslahatlarni olib, shu ishlarga amal qilganim uchun
ko'tarilish va tushish paytida qizimda hech qanaqa og'riqlar bo'lmagan va teshikda uxlagan. Lekin yonimda 18-19 yoshli kelinchak 4 oylikmi bolachasini 5 qavat kiyimga kiygizib olib ketayotgan edi. Bolani yig'layapti. Albatta, uni qulog'i bitadi, boshqa bo'ladi. Shunda bobochikni oldida og'ziga tomchilamaydigan quydi shunchaki. Bu bir. Endi meni yuragim og'riyapti. Bola uxlamayapti. Bola uxlab qoldi bobochikdan keyin. Keyin yana turdi. Yana yig'layapti. Yana bobochik berdi. Keyin yana turdi. Uchinchisida endi telefonda baland qilib allayam emas. Zamonaviy musiqani qo'yib, kolonkasini quloqqa tutib uxlatyapti-da. Shu paytda aytdim, keling menga bering bolani, men qornini massaj qilib beraman yoki bunaqa yotqizaman. Qorni og'riyotgandir, boshqa qilayotgandir. Yo'q, yo'q, uxlab qoladi dedi va bola uxlab qoldi. Rostdan uxlab qoldi. Va aytadi, mana uxlab qoldi. Yo'q, uxlab qolmadi, bolani miyasi blok qildi. Sizni o'sha mana narsa to'xtashi uchun bu blok qildi miya. O'sha tanani saqlash uchun. Men o'sha 45 daqiqada shu ayolga tushuntirishga harakat qildim. O'zimni bilimimdan kelib chiqqan holda, shu 1 yillik onalikdan kelib chiqqan holda tushuntirishga harakat qildim, lekin va bu hech qaysi gapim unga yetib bormaganini sezib turdim. Shuning uchun ham internetga, umuman mana shu blog mavzusiga, umuman yoritish, propaganda mavzusiga keladigan bo'lsak, bu judayam izchil qandaydir tizim talab qiladi. Shunchaki blogga yoki internetga ishonib qolish yoki televideniyega murojaat qilish bu muammoni butunlay yechmaydi. O'zbekistonni 85% aholisi hali ham televideniya tomosha qiladi. Bu judayam yaxshi qurol. Lekin televideniyadan tashqari radio, infopovodlar, mana bunday kichkina nima deydi, qog'oz variantlaridagi gazeta, jurnal, har xil formatlarni ishlatish va u yerda albatta mutaxassis ishtirokini ta'minlash lozim. Hozir ko'ramiz, O'zbekiston mediasida juda ham ko'p meditsinaga oid kontent chiqyapti. Bu yaxshi, lekin ko'pi tekshirilmagan. Qarasangiz, hattoki gapirayotgan gapida bir mutaxassisni otini aytmaydi. Masalan, mana shu mutaxassis bunaqa degan yoki mana bu tekshiruv tadqiqotga asoslanib mana bunaqa natija chiqqan deyilmaydi. Yo'q, hech qanaqa narsa yo'q. Olimlar aytishiga ko'ra, uni aytishiga ko'ra, siz mana olimlarning aytishiga ko'ra deyaptimi? Bo'ldi, bu odamga ishonishingiz kerak emas. Bu mavhum, bu noto'g'ri. Yoki aytyaptimi olimni? Demak, siz o'sha gapga, bo'ldi, shunaqa ekan emas, kirasiz, olimni tekshirasiz. Bormi? Birinchidan shunaqa olim rostdan shunaqa tadqiqot qilganmi? Qilgan bo'lsa, mayli ChatGPT hozir bor, tashlang, shunga to'g'ri gap gapiryaptimi, faktmi bu yoki fakt emasmi? Endi bizda hozir nafaqat ma'lumotni olish, uni qabul qilish, balki uni tekshirish etapi bor. Biz majburmiz hozir hamma salomatlikka oid kontent buni eng tepasida turadi. Ma'lumot kelyaptimi? Majburmiz uni tekshirishga. Shunchaki, bo'ldi, bugun demak mana shuni ichdida, mana boraman ichaman. Buni qo'ydida, demak mana shu yaxshi narsa. Yo'q, tekshirilgan, biz O'zbekistonda juda ham yetishmayapti. O'zbekiston mediasida tekshirilgan, mutaxassislar fikriga asoslangan, shuning uchun ham birozgina nima deydi, o'ziga ishonib chiqsa, birozgina nima deydi, huquqlarini bilsa, internetning huquqlarini, mana qilyaptimi, mana bu tez og'riyaptimi, mana ko'rdingizmi, bunaqa desa, odamlar ishonib ketyapti va bu juda ko'p muammolarga olib keladi. Men o'zim qishloqqa borganimda ko'ryapman o'sha ba'zi bir xatoliklarni, yaxshilash mumkin bo'lgan vaziyatlarni va aytyapman, bu yerda bir trening qilish kerakda. Maktabga odam chaqirish kerak, ayollarni yig'ish kerak, trening doktorlarni olib kelish kerak, gapirib bersa, u bo'lsa, bu bo'lsa o'ylayman. Lekin u bittasi 5 kilometrdan keladi u maktabga, bittasi 2 kilometrdan keladi, bittasi uyda bolasi bor, chaqaloqni ko'tarib keladi. Yo'l yo'q, mana bunaqa toshliklardan kelish kerak, kelmaydi onalar. Unaqa trening bo'lmaydi u qishloqda. Nima qilish mumkin? Lekin hammasi telefon bor, hammasi internet bor, hammasi o'sha joyga kira oladi. Lekin kirganida internetda nima chiqyapti? Faqatgina fake xabar, faqatgina fake yangiliklar va ularni ko'pi afsuski reklamaga asoslangan. Reklama esa mayli bir foydali narsa bo'lsa ham mayli, lekin ko'pincha o'sha vitaminlarning aralashmasi, farmatsevtika vositalari, ko'pincha shu yolg'on xabarlar va yolg'on o'sha nima deydi, iste'mol qilish mumkin bo'lgan narsalar. Bu esa o'sha sodda odamlarni ma'lumot yetib bormagan joylarda muammoni ko'paytiradi xolos. Shuning uchun ham
ijtimoiy tarmoqlar juda ham muhim, lekin faqatgina blogerlarga e'tibor bermasdan jurnalistlarga berish kerak. Bizda jurnalistik sifatli mutaxassis fikriga asoslangan materiallar ko'payishi kerak. Blogerlar agar noto'g'ri informatsiya taqdim qilsa, aholiga o'sha informatsiya ham bilmayman qandaydir Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidanmi tekshirilishi va raddiya berilishi. Masalan, mana bu bloger unaqa degandi, lekin aslida bunaqa emas. Unga internetda raddiya berilishi kerak. Shunchaki hamma xohlagan gapini gapirishi endi sekin sekin cheklanishi lozim. Chunki bu to'g'ridan to'g'ri farzandni salomatligiga, hattoki o'limiga olib keladi. Oddiygina o'sha antibiotiklarni olaylik. Antibiotiklar mavzusi meni eng o'sha og'riqli mavzuyim. Qarshiman. Maksimal darajada immunitetni ko'tarish kerak deb hisoblayman. Lekin internetda juda ham ko'p ma'lumot. Bering, ichiring, oling, qo'ying, bolangizga uni bering, bunaqa qiling. Qanday qilib siz bitta farzandni salomatligiga mas'ul odam ma'lumotni kim u odam bilmaysiz ham hattoki tekshirmasdan berishingiz mumkin. Nega mutaxassis bilan gaplashmaysiz? Nega o'zingizni poliklinikangizga chiqmaysiz? Hozir masalan men homiladorligim 8-oy tugadi, 9-oy tugadi. Endi men kutyapman. Mana shu jarayonda men hech qanaqa boshqa joyga borganim yo'q, faqat poliklinika. Poliklinikaga bordim, o'zimni doktorim ko'rdi, aytgan analizlarni topshirdim. Ortiqcha savollarim bo'lsa Nargizaga murojaat qildim. Ikkitagina doktor bilan mana shu jarayonni o'tdim. Lekin internetdagi ma'lumotlarni hech qaysiga ishonganim yo'q ko'r-ko'rona. Tekshirib, o'zim endi shu sohada bo'lganim uchun media savodxonlik hozirgi kunda birinchi o'rindagi savodxonlik talab qilinadigan soha ekanligini tushunaman. Busiz iloji yo'q va bu to'g'ridan to'g'ri mas'ul tashkilotlarni zimmasiga tushadi. Endi siz nafaqat tizimni yo'lga qo'yishingiz, balki internetda berilayotgan ma'lumotlarga ham biroz qarashingiz, mas'ul tashkilot sifatida tanqidiy yondashishingiz, unga raddiya berishingiz yoki yaxshi ishlayotgan jurnalist yaxshi ko'rsatilayotgan ko'rsatuvlarni qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Busiz ma'lumotni tarqatish albatta qiyin bo'ladi va faqatgina hamshiralarni ishdan keyin do'mma-do'm yurishini hisobiga agar biz buni qiladigan bo'lsak, bu ancha yillar samarasini beradi. O'sha hamshiralarga katta rahmat. Bormaydigan odamlarni ham uyiga borib gapirishadi. Oylik juda ko'p emas, men buni bilaman. Lekin bu odam nima deydi, faktoriga asoslangan targ'ibot bo'lib, ishlashi juda ham qiyin. Ko'proq bu sohaga va mas'ul tashkilotlarni e'tiboriga umid qilib qolaman xolos. Nimagadir yolg'on ma'lumot juda tez qabul qilinadi-da, keyin uni inkor etish judayam qiyin. Поэтому biza iloji bo'lsa albatta qaramaymiz, chunki isbotlanmagan narsalarni, to'g'ri kelmaydigan narsalarni gapirishadi. Internetga, ijtimoiy tarmoqlarga professionalniy ma'lumot bilan chiqish. Yordam bermoqchimisiz aholiga? Marhamat, bizga judayam yaxshi. Biz muhtojmiz bunaqa ma'lumotlarni tarqatishga. Mana oddiy tashriflar, oddiy o'sha nimalarni etish ham bizga juda katta bunaqa ma'lumot. Lekin tasdiqlangan, olib, o'qib, bir og'iz maslahatlashib, keyin ommaga chiqsa, bu biz uchun ham judayam yaxshi bo'lardi. Tarmoqlar orqali ma'lumotni tarqatish. Judayam to'g'ri aytadilar. Rahmat kattakon. Yana bitta nima deydi mavzu ko'tarmoqchi edim. Ekologiyani onalar salomatligiga ta'siri. Masalan, qanchalik toza suv bor bizda, nima deydi, to'g'ri ovqatlanish, xavfsiz atrof hammasi onani salomatligiga chamarchas bog'liq masalada. Oddiygina masalan uyingizda siz shu nima deydi, oshxonani chinniday qilish uchun ximikat, kuchi yoqib yuboradigan narsani quyib yuvyapsizmi? Yuvib yubordingiz, oshxonangiz top-toza bo'ldi, yaltirab ximikat, kimyoviy modda hidi kelib turibdi, lekin oshxonangiz toza, lekin siz teringiz rasvo bo'ldi. U narsa hammasi yuvilib suvga chiqib ketdi, borib oxir tuproqqa boradi. Tuproqda keyin mana bu narsalar o'sadi va sizga yana qaytib keladi. Xo'p, nima qilay endi? Yuvmay o'tiraymi? Qozonimni kir qilib o'tiraymi? Qop-qora qilib o'tiraymi? Yog'ni kamroq ishlating. Yog'ni qovuravermang hadeb. Oshxonangizni sal-pal kamaytiring narsani. Xo'p, tozalovchi vosita kerakmi sizga? Limon kislotasi, choy sodasi, kirsovun, iloji boricha soddaroq narsadan foydalanishga harakat qiling. Iloji boricha mana bu narsalarni kamroq seping. Uyingizda gilamga alohida hid beradigan, pardaga alohida hid beradigan, hamma joyda hid beradigan, bu hammasi kimyoviy vositalar. Ularni olib tashlang, jasmin ekan uyingizga.
oynani oldini gullar bilan to'ldiring, xona gullari bilan to'ldiring. Tabiiyroq yashashga, tabiat bilan birlashishga harakat qiling. Hamma narsa, hamma yeyayotgan, ichayotgan, ishlatilayotgan, uyga kirib kelayotgan narsa bu to'g'ridan-to'g'ri sizni tanangiz. Masalan, judayam ko'pirtirib hid beradigan narsalarni 5-6 tasini solib kir yuvishadi. Mayli, suv oqib ketdi, tabiat bilan ishi yo'q. Lekin mana bu kiyganingizdan keyin nima bo'ladi? To'g'ridan-to'g'ri buni moddalar tanangizga kiradi. Idish yuvganingizda kimyoviy vositalarni yuvasiz. Ba'zi kimyoviy vositalar borki, 70 marta oqib turgan suvni tagida yuvganingizdagina ketadigan kimyoviy vositalar bor. Siz uni bilmaysiz. Va uni ovqatga solganingizda ovqat ular bir-biriga reaksiyaga kirishadi va ichingizga kiradi bu. Oddiygina kimyoviy vosita. Lekin siz shuni to'g'ri ovqatlanish, ko'proq parda, dimlab pishirish, umuman pishirish jarayonini o'zgartirish orqali va tozalovchi vositalarni o'zgartirish orqali kamaytirishingiz mumkin. Va bular hammasi bolaga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Masalan, gilamga sepiladigan oxirgi aromatizatorlar haqida gapirmoqchiman. Judayam modaga chiqqan ekan. Hamma uyini tozalab bo'lib, keyin aromatizator sepib qo'yadi, hid kelib tursin uyimdan. Siz bo'yingiz baland, 1 metrdan balandsiz. Bolangiz mana shundoq bola. Birinchi bo'lib bola hidlaydi buni. Birinchi bo'lib bola yugurib yuradi uyda va hammasini o'shani hidlaydi. Sizga yetib kelmasligi mumkin. Lekin bolani tozagina, yangi o'sha o'pkalari u bilan to'yinadi. Allergiya kasalliklari. Oxirgi paytda faqat allergiya bolalarda, qo'lida allergiya, yuzida allergiya, nimadir yesa allergiya. Nega? Ko'pi kimyoviy vositalarni haddan tashqari oshib ketgan edi. Oldingi davrda pomidorlar shirin edi. Men bunaqa pomidor yemadim deb ota-onalar aytadi. O'sha sabzavotlar xuddi sizni organizmingiz. Qanaqa yaxshi ovqat qilmoqchisiz, o'sha sizni bolangiz. Demak, o'shanga mos narsa tanlashingiz kerak. Demak, tabiat bilan to'g'ridan-to'g'ri siz aloqada bo'lishingiz kerak. Bu hammasi bir-biri bilan bog'liq. Shuning uchun ham men odamlarga chiqindi saralang, plastikni kamroq ishlating, ortiqcha o'sha paketni olmang, mayli o'sha shofer bilan yuring, mayli sizdan keyingi odam olsin shu 4tasini, siz unga qaramang. Iloji boricha suvni toza tutishga harakat qiling, tejashga harakat qiling deganda har doim aytaman, bu o'zingiz uchun. Men ham qilayotgan bo'lsam, mashhur bo'layotgan bo'lsam shu sohada o'zim uchun qilyapman. Hech kim uchun emas, o'zim uchun, bolam uchun. Shu bolam ertaga yashasin, sabzavotlari, mevalari sog'lom bo'lsin, o'zi sog'lom bo'lsin. Hamma agar shuni qilsa, xuddi aytamiz-ku, agar hamma o'zini uyini oldiga qaraganida, iflos bo'lmas hech qachon. Hamma o'zini uyini oldiga g'amxo'rlik qilganda, hasharda qilishga majbur bo'lmasdik. Ko'chaga chiqib, tog'ga borib, o'sha chiqindilarni yig'ishga majbur bo'lmasdik. Hamma o'ziga mas'uliyatni olsin, o'sha chiqindagi mas'uliyatni olsin. Quti yo'q bizda, ko'chaga shuncha tashlab ketdim deydi. O'sha marojniyni san yedingmi? San yeding. Suvni san ichdingmi? San ichding. Baklashkasi endi sani bo'yningda, sani mas'uliyating. O'shani olib bor, marhamat qil. Ko'chada yo'qmi chiqindi qutisi? Uyinggacha olib bor. Sumkangga solib qo'y va o'shani olib borib tashla. Bu sani mas'uliyating. Ko'chada chiqindi qutisi yo'q edi, tashlab yubordim. Yoki ana suv ochilib yotibdi, menga nima pulli to'lanmaydi, sho'chiga aylanmaydi. Yoki podyezdagi chiroqlar yonib turaversin, unga men pul to'lamayman. Siz pul to'laysiz. Naloglar orqali siz pul to'laysiz. Ertaga kelajakda farzandingizni salomatligi tufayli. Hammasi bir-biri bilan bog'liq va bularning asosi albatta tabiat. Buni tushunmas ekanmiz, meditsina bilan tabiatni bundoq bog'lab tushuntirmas ekanmiz, natija bo'lishi qiyin. Rahmat kattakon. Mo'tabar juda katta ahamiyatli edi. Bu gap kelib o'tardek judayam menimcha muhim. Endi suhbatimizni yakunlasak, 2 soatdan bir pasda o'tib ketibdi. Mutaxassislarimizdan yana qisqa bitta amaliy tavsiyalarni olishni istardik. Har bir homilador ayol O'zbekistonda nimalarga e'tibor qaratishi kerak? Bilasizlarmi, bizani o'zbeklarimizda ota-bobolarimizdan bitta gap qolgan. O'zbeklar bolajon xalq deb aytishadi va bolajon xalqi men xohlardimki bu sonida qarashmasin. Mana hozir Mo'tabar misolida aytaman. Bolajon xalq degani bu degani har bitta bolaga maksimalni e'tibor berish, uni baxtli qilish. Mana har bitta bolam sog'lom, baxtli bo'lishi uchun men birinchi navbatda o'zimni salomatligimga, turmush o'rtog'imni salomatligiga va ularni yaxshi
mutaxassis bo'lib sog'lom bo'lib o'sishi uchun man o'sha uyimni sharoitiga e'tibor berishim kerak bo'ladi. Va bolajon deganimda man har bitta bolani tug'ishdan oldin o'zimni tayyorgarchiligimni qilaman. Bu bolamga homiladorlik davrida o'sha doktorlar aytgandek tashriflarni vaqtida qilamiz, oila a'zolarimiz bilan qilish kerak bo'ladi. Va mana shuni ichidagi to'liq mas'uliyat bilan qarash kerak. Tuqqandan keyin chilla davri saqlash va tuqqandan keyin emizish kamida 2 yil. Mana bu bolajon xalq ma'nosiga kiradi. Keyinchalik mana bu bolangiz katta bo'lgandan keyin bog'chaga, keyingi homiladorlikka tayyorlanish va har bitta bolani 3 ta tug'amanmi, tug'ishga man evloliman, katta qilishga evloliman. Bu bolam baxtli bo'lishga mani ko'zim yetadi. Chunki har tomonlama man shunga tayyorman, oila a'zolarimiz ham tayyormiz deb mana shu bolajon xalqni mana shunaqa ma'noda ishlatishlarini man juda xohlardim. Chunki mana shunga amal qilinsa, doktorlar aytayotgan hamma narsa mana shunga qaratilgan. Sog' bo'lishsin, bizani kelajakdagi farzandlarimiz sog' bo'lishsin, yetuk bo'lishsin va xalqimiz farovon bo'lishsin. Tekshiruvlarga va shifokor ko'rigiga o'z vaqtida kelish bu rosa muhim va shu sababli har doim o'z vaqtida qon analizlar, siydik tahlillarini, qon bosimini, UZI ultratovush tekshiruvlarini o'z vaqtida o'tsa ayol kishi keyinchalik bola va ona tarafdan hech qanday asoratlar bo'lmaydi. Yaxshisi ortiqcha marta kelib hech narsani o'tkazdirmagani yaxshi. Man reproduktolog sifatida murojaatim homilador bo'lish nima uchun kerak aslida? Uyda gap so'z bo'lmasligi uchun, atrofdan bosim bo'lmasligi uchun, hali ham homilador bo'lmadingmi, nima uchun homilador bo'lmoqchisizlar? Er-xotin birga hal qilinglar. Bizaga shu farzand kerakmi? Biza shu farzandni bo'ynimizga mas'uliyat qilib ola olamizmi? Ha, kerak. Demak, bugundan boshlab siz harakat qilishingiz kerak. Ya'ni nima? Sog'lig'ingiz ustida ishlashni. Bu sog'lom hayot turmush tarzi, vaqtida uxlash, sog'lom ovqatlanish va jismonan sog'lom bo'lish. Er-xotin ikkalanglar psixologik tayyor bo'lib, ta'nan sog'lom bo'lib, niyat qilib farzandni rejalashtirish mani maslahatim. Bugun biz bilib oldik, antenatal yoki tug'ruqgacha parvarish bu xavfsiz homiladorlikning ajralmas qismidir. Bu onaning xotirjamligi, bolaning salomatligi, butun oilaning qo'llab-quvvatlashi demakdir. Endi suhbatimizni bo'lajak onalarga qisqa tilaklar bilan yakunlasak. Birinchi navbatda bolaga shakar berishni iloji boricha kechiktiring. Meni xatoyimni takrorlamang. Bu birinchisi. Va ikkinchi maslahat beraman. Menimcha shu bilan tugatamiz. Mas'uliyat. O'zingizni chiqindingizga, o'zingizni uyingizga, o'zingizni farzandingizga, o'zingizni mahallangizga, o'zingizni yurtingizga, o'zingizni tabiatingizga va yeb ichayotganingizga hammasiga mas'uliyatni o'zingizni yelkangizga oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, shakarni kamroq yeng. Hammangizga katta rahmat. Bugungi suhbatimiz juda ham foydali va qiziqarli bo'lib o'tdi.